Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan G'ubarsiz yillar namlıq romanını anlatımız. O günü keçdə Jackson əpəndi ketgəndən keyin Archer xanım bilan qizi güllik rəxtin pərdə tutulğan hujrasiga qaytib kirishdi. Nevland Archer cho'nqir xiyol ilkida ustunki qavatga chiqib, o'zining kutubxonasiga kirdi. Put-qo'llari chaqqan xizmatkor odatdagi chog'lardagiga o'xshashla tam mashga o'tni rosa qolib etgan. Chiroq nurini tangshab qo'ygan edi. Uyga kitoblar qator-qator tizilgan. Tam mashning takchisiga mis va po'latdan yasalgan buyumlar qo'yilgan. Tamga nurg'un donliq rassomlarning suratlari esilgan. Ular uyga to'limi illiq tus ato qilib turadi. O'zining yo'lanchiqlik o'rindiqiga o'ltirganda Archerning ko'zlari May Wellandning cho'ng bir parcha suratiga tushdi. Bu suratni ular yurayotgan dastlabki chog'larda suratdagi mushu qiz Archerga sovg'a qilgan edi. Hozir bu surat ustaldagi barliq rasmlarning o'rnini olgan edi. Archer ayminishdek bir xil yangi tuyg'uda qizning samimiylik chiqib turadigan peshonalariga, salmoqliq balqib turgan ko'zlariga va sabiylik, xushalliq to'kilib turadigan lavlariga tikildi. Archer tava bo'lgan mushu jamiyat tuzimining kishini hayron qoldiradigan mahsuli bo'lish sifatidagi bu qiz bo'lsa hammadan bexabar. Biroq hammaga erishish umidida. U xuddi bir notanish kishidek May Wellandning siyoqida Archerga qarayotgandek qiladi. Archer mundaq bir nuqtani yana bir qitim cho'nqur tunib yetdi. To'y ishi hargizmi u odatda o'ylagandek bexatar emas, balki cheksiz okeandagi safar. Graf Oraniska xonimning ishlari ashu cho'nqur yiltiz tatib ketgan jamiyat o'ylarini qalaymaqon qilib etgan edi. Hamda Archerning mengisida xatarlik ravishda laylab yuratdi. Uning ayollarmi bizga o'xshash erkinlikka erishish kerak degan qarashi bir masalaning muhim yeriga tekkan edi. Biroq u yashayotgan turmush chambrikida bu masalaning mavjudligi asla e'tirof qilinmaydi. Tarbiya ko'rgan ayollar mayli qandoq azobga duchor bo'lsin, Archer aytgan ashu xil erkinlikni hargiz talab qilmaydi. Halbuki onunğa o'xshash ko'ngli ko'ksi kang erlar bu xil erkinlikni keskin munozirlarda ayollarga to'limi mardonlik bilan ato qilaveradi. Eg'izidagi bu xil dabdabilik so'zlar amaliyotda faqat odam aldaydigan niqobdan iborat bo'ladi xolos. Chunki uning orqasiga kishilar ideyasini tushib turadigan, ko'ngliqqa bo'ysunishga qistaydigan o'zgarmas urf-odatlar yoshiringan. Şoğunisi, Archer bu yerda axlashqa va'da qilayotgan ashu ish harakatlar bo'lg'usi xotinining navra hadisida ko'rilgan. Navada o'zining xotinida ko'rilgan bo'lsa, u jamiyat va davlatdan uningga eng og'ir jazo berishni talab qilsa-mu, yo'lliq bo'laveradi. Odamni tanglikda qoldiradigan bu qiyos butunlay bir xil farazdan iborat. Umu Polsha oqsuyaklaridan emas. Hozir uni ashu to'pqa tava deb faraz qilib, ondan xotinida qandoq huquqning bo'ladiganligiga hukm qilsak, bu to'limi bema'nilik bo'ladi. Ammo Nevland Archerning tasavvur kuchi to'limi kuchli. O'zi bilan May o'tirsidagi munosabatning ro'shan sababga ega bo'lanmaslikdan ziyonga uchrashini o'ylamay qolmaydi. Oliyjanob va odil odam bo'lish sifati bilan o'zining o'tmishini bo'lg'usi xotinidan yoshirish uning majburiyati hisoblanadi. Albuki to'y qilish oldida turgan qizning borchi bo'lsa, o'z tarixini bo'lg'usi eriga yavaşlik bilan topshirishdan iborat bo'ladi. Bundaq ahvolda ikkilan bir-birini qandoqmi haqiqiy tushuna olsin? Agar ma'lum bir nozuk sabab ular orasida bezorlik, uqishmaslik yoki og'rinish paydo qilib qo'ysa, qandoq qilish kerak? Archer do'stlarining to'y ishlarini eslab qoldi.
mukammallikka ega deb qaraladigan ashu to'ylarning birarningmi o'zi bilan moy tasavvur qilgan ashu umrlik hamrolik asosiga qurilgan qizg'in ham mehribon do'stona munosabatga ozroqmi muvofiq kelmaydiganligini bayqadi. Archer shuni tunib yetdiki, bu xil tasavvurning oldingi sharti bo'ladigan omillar, ya'ni loyiqining har jihatdagi talanti, hukm qilishi va tajribasi inchga o'rinlashtirilgan mashqlantirishlar jarayonida ojuqtirib etilgan edi. O'zining to'y ishlarining atrofidagi zo'r ko'pchilik kishilarnikiga o'xshab kelayotganligini oldin his qilganida Archerni sovuq titrak besib ketdi. Chunki uning nazarida bu xil to'ylar bir tarafning nodonligi bilan yana bir tarafning soxtaligi o'zaro birikib shakllantirgan moddiy va ijtimoiy manfaatlar asosidagi tetiqsiz ittifoqdan boshqa narsa emas edi. Lawrence Lefferts odamning masligini keltiradigan mushu g'oyani uzil-kesil ishga oshirgan erkan, deb o'ylab qoldi Archer. Yurish-turish jihatdagi bu nopuz egisi o'zini eng zo'r qulaylik bilan ta'minlaydigan o'lcham bo'yicha xonimini tarbiyalab chiqqan edi. U boshqalarning xotinlari bilan apoq-chapoq bo'lib o'zini ko'rsatib yurganda, xonimi burunqidekla kulib echilib, hech nimani sezmagandek yurish bilan billa Lawrence behla qoida yo'sindan chiqmaydigan odamchimi? deb hamma yerda so'z qiladi. Biri uning oldida Julius Beaufortning talog'i qaraydiganligini tilga olganda, u ochiqdan qizirib ketganmish hamda saskangandek darhol boshqa yoqqa qarab olganmish. Archer o'ziga tasalli berish uchun amal izlamoqda edi. Men Larry Leffertsdek döt bilan hargizmi bir yo'lda emas. Maymu bechora Gertotga o'xshash kalva emas, deb o'yladi u ko'nglida. Biroq bu xil farq faqat aql-farosat kategoriyasiga tabi, prinsip xarakteriga ega emas. Amaliyotda ular belgilar bilan ifodalanadigan bir xil makonda yashaydi. Archer xonimning qiliqi buning bir misoli. Archer o'zlarining to'y ishining bekitilganlik xabarini Beaufort oilasidagi tans kechiligida jakarlash uchun uni ma'qullik berishga aldiratganda, buning sababini aniq bilib turiblikmi? Çoqum xalımıgan bulup ilişim zörür deb qarab, tanglikda qolgan qiyofatga kirib oldi. Bu madaniyat jihatda oldiga o'tib ketgan kishilar o'qishga boshlagan ibtidoiy odamlarga munosabatli kitoblarda tasvirlangan ahvollarga bekli o'xshaydi. Inchki planlangan sirliq tuzilma markazida turayotgan qiz samimiyligi va ishonchi sababidan texmi mujmallik patqiqiga petib qoladi. Bu xil natija muqarrarlikka ega. Uning samimiy bo'lishidagi sabab yo'shurg'idek hech narsaning yo'qligida. O'ziga bo'lgan ishonchi bo'lsa, nimalardan ehtiyot qilish zarurligini bilmaslikdan shakllangan. Faqat mushu ozg'ina tayyorlik bilan u bir kechada kishilar mujmal qilib, turmush odatlari deb atagan qaynam ichiga kirib ketadi. Archer samimiylik ham sovuqqonlik bilan muhabbat dengiziga g'arq bo'ldi. U bo'lg'usi xotinining kishini mahliya qiladigan ruxsarini, zilva bo'ylarini, chavandozlik mahoratini, o'yinlardagi sipoyligi va sezgurligini hamda o'zining yetaklashi ostida amdili bix urishga boshlagan kitob xumorligi bilan tafakkur qizg'inligini yaxshi ko'rdi. Bu qiz ochiq yo'ruq, sodiq hamda yumoristik tuyg'uga boy. Archerning farzcha Mayning sabiy, sap qalbining cho'nqur yerlarida bir xil qizg'in hissiyot mavjud. Bu hissiyotni uyg'otish bir xil xushalliq. Ammo loyiqini toza tahlil qilgandan keyin u qaytadan yana sal ma'yuslanib qoldi. Chunki bu xil sabiyliklar va ochiq yo'riqliklarning sun'iy omillar tarafidan shakllantirilganligini u o'ylab yetgan edi. Ko'ndirilishdan o'tmagan kishilar tabiati ochiq yo'riq emas, sabiymi emas, balki to'g'mi iqtidordan kelgan hiylagarlikdan iborat. Shundaqla g'alitilik va ehtiyot bilan to'lgan. Bu xil sun'iy poklikning o'zini qiynayotganligini u aniq his qilmoqda edi. Bu saxt poklikni ajdodlari birlashib, abchillik bilan paydo qilgan. Ularning farzicha
u bu xil sun'iylikka muhtoj hamda uningga erishishga huquqli. Bunun keyniga yo'shiringan maqsad muddao bo'lsa, Archerning o'zidagi yuksak huquqni ishlatishiga hamda navbati kelsa, ashu soxta poklikni yo'q qilib etish imkoniyatini yaratib berishdan iborat. Bu xiyollarni sal qaloq deyishga bo'ladi. Ular to'yi yiqilishayotgan yoshlarda bo'ladigan odat xarakterlik o'yinishlardan iborat edi. Biroq bu o'yinishlarga ergishib keladiğini hamisha pushaymon va o'zni kamsitish bo'ladi. Ammo Archerda bu xil tuyg'udan asarmi yo'q edi. Loyiqadagi nuqsonsizlik bilan barobar almashtirgudek poklikning o'zida yo'qligiga uning urib ketgisi kelmaydi. Mundaq bir paketdan u o'zini qochirishni xohlamaydi. Agar o'zi erishgan tarbiya loyiqininki bilan o'xshash bo'lgan bo'lsa, o'zlarining moslashish iqtidorimi oson oldinib qoladigan ashu yaxshi chaqlarnikidan farqlanmagan bo'lar edi. Uning ustiga u shuncha kalla qatiribmi, loyiqini o'ziga o'xshash erkinlik va tajribaga erishishdan mahrum qilishga har qanday bir yo'lliq sabab topolmadi. Mushundaq paytda mushundaq masalalar uning ko'nglida muqarrar holda paydo bo'ladi. Ammo u shuni tunib yetdiki, bu xiyollarning shunchalik ro'shan, ko'ngilni g'ash qiladigan tarzda uning ko'nglini parakanda qilib turishidagi sabab dal Graf Oraniska xonimning qamlashmagan vaqtda paydo bo'lishi edi. Bu sabab uningga to'y ishib bekitilgan paytda, ya'ni ko'ngil pok, istiqbol parlaq bo'layotgan paytda uni satchilikning dug'lashgan qaynamlari ichiga ishtirib, u aralashishni qat'iy xohlamaydigan ashu masalalarni keltirib chiqadi. U Ellen Oraniska bilan nima ko'rim deb g'o'dirganicha mashning qopqiqini yepib yeshinishga boshladi. Oraniskaning ishlari nemishqa menga ta'sir ko'rsatdi degan masalaning tegiga yetamagan Archer to'y qilishga putishning o'ziga yuklagan qo'g'dug'uchilik rolini erishdagi xavf-xatarni boshdan kechirishga boshlaganligini g'uvo his qilmoqda edi. Bir qancha kundan keyin o'ylamagan ish yuz berdi. Lofel Mengot jamiyati bog'aq tarqatdi. O'tkazilmoqchi bo'lgani rasmiy yo'sulliq ziyofat edi. Bundaq ziyofatlarda er xizmatkordan 3 ko'paytirildi. Har bir xil taom 2 o'lishdan chiqariladi. Arliqda Rimning panchu harqi tortiladi. Amerikaga xos mehmondostlik usuli bo'yicha notanish kishilarga xon jamiyatidagi oqsunyaklar yoki ularning kishilaridek muomala qilinadi. Mazkur bog'oqning beshida Graf Oraniska xonimni kutib olish uchun degan so'zlar bor edi. Chaqiriladigan mehmonlarmo ajoyib dodillik bilan tanlangan edi. Kasb bilan shug'ullanuvchilar buningdan mashhur shaxs Katrinning so'ltini ko'rib olaydi. Chaqiriladigan doimliq mehmonlardan Silfridgi Mary Erxotun, Beaufort Erxotun va Sellerton Jackson bilan singlisi Sophie qatorliqlar edi. Bu g'olliq kishilar bilan bir sapda turadiganlar bo'lsa, eng moda shundaqla nuqsonsiz mashhur yosh Erxotunlar edi. Uningdan boshqa Lawrence Leffertis Erxotun, Leffertis Rochefort xonim, Harry Sorley Erxotun, Rich Chifris Erxotun hamda kichik Morris Dagonit va xonimi qatorliqlarmi mehmonlar tizimligida bor edi. Bu mehmonlarning tanlanishini eng mukammal bir kiyish deyishga bo'ladi. Nyu-Yorkning uzoqqa so'zilgan ijtimoiy aloqa fasllarida ular qizg'inlikqa qilcha so'slashmagan holda kech-kunduz birlikda ko'ngil echishadi. 48 soatdan keyin odamning aqli yetmaydigan ish yuz berdi. Beaufort Erxotunlar va Jackson apandi bilan singlisidan boshqa barliq kishilar Mengot oilasining taklifini rad qilgan edi. Hatto Mengot jamiyatiga tava Rich Chifris Erxotunmu shular bilan o'xshash maydonda turgan edi. Ularning taklifini rad qilishda ishlatgan so'zlarimi birdek edi. Hammasi gapning post kallasini qilib, taklifni qabul qilolmaganligimizdan xijilmiz deyishgan edi. Odatdagi ahvollarda ishiltiladigan boshqa uchrashishga deyishib qo'yib ekanmiz degandek siliqroq bahonami yo'q edi.
bu paket mehmonlarning qasdan so'q muomalada bo'layotganligini bildirib turadi. U chog'dagi Nyu-Yorkda ijtimoiy aloqa chambriki nihoyat kichik edi. Ko'ngil etish faoliyatlarimi nihoyat oz edi. Shunga kishilarning qaysi kechlarda bo'sh vaqti borligini har qanday bir odam bilmay qolmaydi. Dal mushundaq bo'lg'ashqa Lofil Mengot xonimdan kelgan bag'oqlarni topshirib olgan kishilarning Graf Uraniska xonim bilan ko'rishishni xohlamaslik irodasi mana mushundaq aniq ravishda ifodalanib turadi. Bu zarba shunchalik o'ylamagan yerdan chiqqan edi. Biroq Mengot jamiyatidagilar bu xirisni o'zlarining odatlangan usulida botirlik bilan qabul qildi. Lofil Mengot xonim bu ahvoldan Villand xonimni xufiyona holda xabardor qildi. Villand xonim buni Archerga maxfiy yetkazdi. Buningdan qattiq g'azablangan Archer aldirash tenish ichida xuddi buyruq tushirgandek opusdan darhol harakat qo'llanishni talab qildi. Ana bo'g'ichi ko'nglida zodi xolimisimi, lekin ko'rinishda o'g'liga qudratining yetishicha tasalli bermay turolmadi. Bir maydon azobliq kurashdan keyin yanala o'g'lining talabiga bo'ysunib, uning tashabbusini darhol qabul qildi. Dastlabki arisaldig'i hozir g'ayrat shijoatga aylanib, kulrang duxovi bosh kiyimini kiydida Luisa van der Lotuni tapay dedi. Newland Archer yashayotgan ashu davrdagi Nyu-York oqsunyaklar jamiyati yanala tiyilg'oq kichik piramida holatida edi. Kishilarning uningda put dasugidek bir yo'chiqni topmag'i bahli qiyinga to'xtaydi. Uning o'li Archer xonim aytgan oddiy avomdan tashkil topgan. Ularning ko'p qismi xeyli o'rni bor jamiyatlarga mansub, lekin yanala nom obro'liqlar chambrikining sirtida. Ular Spicer er-xotin, Lifertis er-xotin va Jackson er-xotinlarga o'xshash yo'l tutib, kontrollik o'rnini egillagan jamiyatlar bilan qo'dilishish orqali bosh ko'tarishga urinadi. Archer xonim hamisha kishilarning buningga burunqidek o'zini urib ketmaydigan bo'lib kelayotganligini eg'izdan tushirmaydi. 5-ko'chaning bir beshini Catherine Spicer, yana bir uchini Julius Beaufort egilib turayotgan bu ahvolda koni qoida yo'sullarning yana davomliq bardoshlik beroladiganligidan umid kutgili bo'lmaydi. Boy, ammo kishilar nazariga tushmaydigan bu ostinqi qismidan mustahkam holda yuqoriga qarta tarayib boradigan bo'lak bo'lsa, Mengot jamiyati, Newland jamiyati, Chifris jamiyati ham Manson jamiyati vakilligidagi kishilardan iborat edi. Archer xonim doim bolalarga mundaq deydi. Nyu-Yorkda bir aqso'nglar qatlimi bor deydigan bildirlashlar gazetlarda uchrab turdi. Buning hargiz ishinib qolmanglar. Agar bor deyilsa-mu, uningga mansub bo'la oladiganini Mengot jamiyati emas, Manson jamiyatimi emas, Newland yoki Chifris jamiyati texmi emas. Bizning ota-bobolarimiz faqat Angliyalik yoki Gollandiyalik dangdar shaxslar. Ular mustamliklarga kelib jamiyatlarni beytqan, o'z ishlarini yaxshi qila olganligi uchun mush yerda turib qolgan. Nyu-Yorkdagi barliq kishilarga o'xshashla Archer xonim bilan o'g'li va qizimi bu sharafga kimlarning muyassar ekanligini obdan biladi. Ularning biri Washington maydonidagi Dagonit er-xotin edi. Ular Angliyadagi qadimiy oqsunyaklar nasabidan kelib chiqqan Peter va Fox jamiyatlari bilan qudu tushishgan. Yana biri Lannin jamiyati. Ular Graf Douglasning avlodlari bilan to'ylashgan. Yana bir jamiyat Dal Van der Luton jamiyatidan iborat. Ular Manhattandagi tunji Gollandiya valiysining avlodlari. Urushdan burun Fransiyalik va Angliyalik bir qancha oqsunyaklar bilan to'ylashgan. Lannin jamiyatidan hozir eshib qolgani yashinib qolgan, ammo nihoyat tetik 2 nafar Lannin xonqizlardan iborat. Ular o'tmishini aslashga xushdir. Ajdodlarning rasmlari va koni pasundagi uy jihozlarining orasida jo'shqinlik bilan yashab kelmoqda. Dagonit jamiyati to'limi qaltis. Ular Baltimore va Filadelfiyadagi eng mashhur kishilar bilan to'ylashgan. Hozir odamga cho'nqurroq ta'sir qoldira oladigan faqat Henry van der Luton apandi bilan xonimidan iborat ikkili shaxs edi. Henry van der Luton xonimning asli ismi Louisa Dagonit edi.
Apsi Durak polkovniki nävri kelatdi. Durak bo'lsa dengiz qo'ltiqi oralig'idagi bir qadimiy jamoatdan edi. Corin Wallisning qo'mondonligida jangga qatnashgan. Keyin Graf Saint Ostelining 5-qizi Angelika Televinna xonqiz bilan to'y qilib, Marilandga o'ltiraqlashgan. Dagonit jamiyati Marilanddagi Durak jamiyati va uning Kornival rayonidagi Oqsunyak tuqini Televinna jamiyati orasidagi munosabat izchil qo'yiq ham inoq bo'lib kelgan edi. Van der Luton apandi bilan xonimi Televinna jamiyatining hozirgi oqsoqoli Gerzog Saint Ostelining huzuriga ko'p qitim uzoq muddatlik ziyoratlarga bordi. Ularning qadimi uning Kornival rayonidagi ekinzorligi va Grost viloyatidagi Saint Televinnani olib qo'ymadi. Uning ustiga Gerzog janoblari o'zining bir kunlarda ularni yo'qlab kelish orzusida ekanligini doim jakarlab turardi. Van der Luton apandi bilan xonimi vaqtni asosan Marilanddagi qasrida va Hudson daryosi bo'yidagi cho'ng ekinzorligi bo'lgan Skutkolifda o'tkazatdi. Ekinzorlik asli Gollandiya hukumatining Manhattandagi tunji bosh valiga qilgan sovg'isi edi. Van der Luton apandi hozirmi ekinzorlikning egisi hisoblanadi. Ularning Madison ko'chasidagi haybatlik ham surliq qasrning ishiki kamdan kam echiladi. Bu qasrni ular shaharga kirganda do'stlarini mehmon qilishga atab qo'ygandek qiladi. Belli bag'in Jonevland. Apsi Bilan Baytonining ishga oldida qadamini to'xtatdi. Luisa sang amraq qadrlik may uchala bu qadamni besivatıman. Albatta, buningdagi yana bir sabab shuki, agar biz bir sabda turmasak, Oqsoqlar jamiyati mavjudligini yo'qotib qo'ydi. Henry Van der Luton xonim Archer xonimning bayonlarini o'n-tinsiz anglamoqda edi. Van der Luton xonim azaldan ko'p gap qilmaydi. Uning ustiga mijozi va qabul qilgan mashqlantirishlar uni osonlikcha va'da bermaydigan qilib qo'ygan edi. Biroq chin dilidan amroq kishilarga xeyli hesdoshlik qiladi. Bu ahvollarga qarata burunla ideyaviy tayyorlikda bo'lish haqiqatanmi bir xil donolik. Ammo buni ilgari boshdan kechirib boqqan kishilarmi Madison ko'chasidagi tomlari oq, egiz to'risliq bu mehmonxonadagi sovuq kayfiyatdan o'zini qo'g'dashda qiynaladi. Yo'lanchilik o'rindiqlarning yopiqlari mushu qitimliq ko'rishish uchun ilib etilgan edi. Tam mashning atrofidagi oltin yolitilgan bezaklarning ham nozik naqshlangan rasm ramkasining ustiga yanalib bir qavat nepiz yipak yepiqliq turadi. Ramkaga elingani Angelika Durak xonqizning Gaynis Barrow sizgan rasmi edi. Van der Luton xonimning Hontingon sizgan rasmi uning ash umoq kelgan ayol ajdodiga qartib esilgan. Bu rasmdagi Van der Luton xonim yollarga Venetsiyachi kashti tikilgan qora duxovi kiyimda edi. Hammaylan Kabarning asrdek nafis deb qaraydigan bu rasmning sizilganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hozir yanala o'ziga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi deyishga bo'ladi. Rasmning ostida o'ltirib, Archer xonimning gapini anglayotgan Van der Luton xonim rasm ramkasidagi aşı go'zal bilan qo'shkezak och singillardek o'xshashadi. Rasmdagi yosh Husn egisi yeshil parda oldiga qo'yilgan, tutquchlarga oltin yaltilgan o'rindiqda ko'zlarini tuvangirak tikkinicha o'ltiradi. Van der Luton xonim ijtimoiy faoliyatlarga qatnashadigan chog'da yoki mundaqcha esak o'z ishigini echib bu xil faoliyatlarni kutib oladigan chog'da yanala ashu yollarga Venetsiyachi kashti tikilgan qora kiyimini kiyib oladi. Chochlarining rangi o'ngan bo'lsa-mu, oq sanjmagan edi. Yanala burunqidek peshonasidan ikki tarafga takshi ayrıqliq turadi. So'z ko'k ko'zlarining orasidagi burnining atrofi rasm sizilgan chog'dagidan sal judab qolgandek ko'rinadi. Amaliyotda u Nevland Archerning nazarida xuddi izchil turda bir havosiz, mukammal jism ichida qo'rqinchli holda saqlab qo'yilgandek, muz jilg'ida to'nglab qolgan jasadning chiroyida yanada tiriklarga xos qizillikning saqlab qilinganligidek ko'rinadi.
Ailesidagi boshqa a'zolarga o'xshashla Archermo Van der Lutten xonimni hurmatlaydi ham uningga ishonadi. Biroq u bu xonimning odamda besim tuyg'usi paydo qiladigan qizg'in muomalasini opasining yashnib qolgan bir necha kichik opasining kaskinligi bilan solishtirganda oldinqisining kishida texmi kuchlik yetirqash paydo qiladiganligini bayqadi. Zardisi kuchlik bu bir necha qeri qiz xalqning talabini aniq tushunmay turibla odati bo'yicha yo'q deb javob beradi. Van der Lutten xonimning pozitsiyasidan qo'shilganligini yoki rad qilganligini bayqab olish tas edi. Biroq hamisha mehribon, kang qursoq holatda o'tirg'i chiqadi. Nepiz lavlarga kulgi yugurgandila, ondan uning avval erim bilan maslahatlashib baqay deydigan o'zgarmas javobini anglag'ili bo'ladi. Onun bilan eri Van der Lutten apandi o'tirsidiki shunchalik o'xshashlik hamisha Archerda tengirqash paydo qiladi. 40 yillik ijil xotinlik turmushini boshdan kechirgan, to'limi inoq bu ikkalan nemishqa yana uning fikri, mening o'yim degandek so'zlardan qutulanmaydigandir. Maslahatlashib hal qilgudak yana nima talash tortish bordi. Bu bir jup xotin azaldan ikkisining maxfiy suhbatidan o'tkazilmagan har qanday ishda o'z beshimchilik bilan qaror chiqarib baqqan emas. Shunga Archer xonim bilan o'g'li o'zlarining gapini tugatgandan keyin heliqi tonus so'zlar bilan beriladigan javobni taqatsizlik ichida kutishga majbur edi. Azaldan kishilarni hayron qoldiradigan gap so'zlarda bo'lmaydigan Van der Lutten xonim mushu paytda ona bola ikkalanni qattiq hayron qoldirib, uzun qo'llarini qo'ng'iroqning yepiga uzatdi. Meningcha, dedi u. Menga aytgan gaplaringizni Henrimo anglab baqsikan deyman. Bir xizmatkor paydo bo'lib edi, u yana kaskinlik bilan xizmatkorga agar Van der Lutten apandigiz ko'rib bo'lgan bo'lsa, eg'ir ko'may bu yerga kelsin, dedi. Uning gez ko'rish degan so'zlarni qilayotgandagi talaffuzi xuddi bir donliq vazirning xotini ishki kabinet yig'iniga riyosatchilik qilish degan gaplarni eg'izdan chiqarayotgan chog'dagiga o'xshab qelyapti. Bu hargizmi uning o'zini qasdan cho'ng tutganligidan emas, uning bir umr yetildirgan odati va do'stlarining pozitsiyasi uningda Van der Luttenning har bir ish harakati buyuk hokimiyat ishlarini bartaraf qilganga o'xshash muhim degan qarashni paydo qilib qo'ygan edi. Harakatidagi tezlik uningmi Archer xonimga o'xshashla ahvolning jiddiyligini his qilganligini bildirib turadi. Biroq kishilarda eri bilan maslahatlashmayla o'z oldiga ifoda bildirdi degan ta'sirat paydo qilib qo'yishdan ansirab, to'limi yaqinchilik ichida munolarni qo'shimcha qildi. Henry, azaldan siz bilan ko'rishishga amra qadrlikim Adilin. U yana texi nevlardan tabriklamoqchi edi. Qo'sh qanotliq eshik hayvat bilan echilib, Henry Van der Lutten apandi kirib keldi. U o'zgilan bastiga murosim kiyimi kiyib olgan edi. Çaşlarının şalanışıp qalğanlığı aniq bilinib turadi. Burunlari xotinninkiga o'xshash tuz ko'rinadi. Sipoylik ishidan so'q qarashlarimi xotini bilan o'rtoqlikqa ega edi. Shug'unisi ko'zlari sus ko'k emas, balki qo'ng'ir edi. Van der Lutten apandi navri tuqqanlarga xos mehribonlik ishida Archer xonim bilan ahvollashdi. Ondan yana xotinninki bilan o'xshash so'zlarni ishiltib, Archerni past ovozda tabrikladi. Orqadan shahona salofat bilan o'rindiqdan o'rin oldi. New York vaqt gazetini andala o'qib bo'lishim. U so'zligach uzun tirnoqlarini bir yerga cho'pladi. Shaharda tushdan burun ishlar bak ko'p bo'ladi ekan. Gezni tushlik tomoqdan keyin o'qigan tuzukkan deb o'ylab qoldim. Bu xil o'rinlashtirishning haqiqatan asosi bor. Tag'am Egmotning burun doim sahar gezni kashlik tomoqdan keyin o'qishga qoldirib qo'ysa, odam ko'ngil parakandachiligidan xila xolos bo'lib qoldi deydiganligi esimda. Qo'shilib ün qatdi Archer xonim. To'g'ri. Dadam aldirash tenesh ishida o'tishdan bezor edi. Ammo hozirgi kunlarda biz aldirashchilikdan qutulanmayli o'tib ketyapmiz.
Van der Lotun әпәнди mushu gaplarni qilg'ash hamma yeri yemmidi chumkalgan bu cho'ng uyga xursandlik bilan ko'z yugurtib chiqdi. Bu uy o'z egisining simvoli ekan deb o'yladi Archer. Gazetni rostla o'qib bo'lgan bo'lishingizni umid qilaman, Henry. Xotini so'z qistirdi. Ha, o'qib bo'ldim. Xotinining savoliga javob berdi u. Әмісі Аделин гепini deb baqsam ekan. Әмілiyatda bu Nevlandqa munosabatlik ish. Archer xonim chiroyiga kulki yugurtib, Lofil Mingot xonimni haqoratga duchor qilgan g'alati ishni takror bayon qildi va oxirida qo'shib qo'ydi. Augusta Villand bilan Mari Mingot ishkisi bu ishdan ishqinlarni xabardor qilish zaruriyati bor deb qardi. Bo'libmi Nevlandning to'y ishi nuqtasidan qaraganda bu xil zaruriyat texmi ta'xirsiz deyishdi. Van der Lotun әпәнди cho'nqur nafas oldi. Arqadilla uyni jimjitlik qopladi. Archer bu ikki judangu gavdini aymangan holda nazaridan o'tkazdi. Ular mo'rilarni bir-biriga tirganicha xuddi validek surlik holatda o'ltiratdi. Odatda ular sirtlarga ko'p chiqishni xohlamaydi. Sukut kolifda chimliqni o'tash, kashlari qarta o'ynashdilla xushalliq topatdi. Baxit ularni ajdodlarining nopuzliq vakolatchisi bo'lishga qistaydi. Van der Lotun әпәнди boshda eg'iz ochdi. Buni Rastlı Lawrence Lefferts paydo qilgan xapiliq deb qaramsiz? Savol Archerdan so'ralgan edi. Buni jazmlashtirmayman, janoblari. Larry yaqindan buyon baxli shallaqlashib ketgan. Bundaq gaplarni qilsam, ko'nglingizga kelib qolmasa, Loisa cho'ng apa. U o'z turishliq kentdagi pochtaxona boshlig'ining xotini degandek birlari bilan apaq-chapaq bo'lib o'tib o'tadi. Her qitim Gertrude Lefferts bunundan gumonlanib qolsa, Larry ishdan chataq chiqarganligini pamlagan hamon mushundaq bira o'sak so'zlarni to'qib chiqish orqali o'zining axloq mezonida qanchalik ching turadiganligini ko'ptirishga oldiraydi. Shunga bu qitim u ovozni qo'yib etib, xonimimni men ko'rishni xohlamaydigan odam bilan uchrashib qoladigan so'ringa taklif qilish nima degan bemanlikka deb jarsabdi. Uning Oraniska xonimni qalqon qilib o'z rasvochiligini yoshirmoqchi bo'layotganligi aniq. Bundaq nayranglarni ko'p ko'rganman. Lefferts oilasiniz. Dedi Van der Lotun xonim. Lefferts oilasidagilarni nima desak bo'la? Archer xonim so'zga aralashdi. Egmont tag'am Lawrence Leffertsning xalqning ijtimoiy o'rni to'g'risidagi qarashlarini anglagan bo'lsa, nima deb qolar edi, ha? Bu aqsoqlar jamiyatining naqadar xarob ahvoliga kelib qolganligini tushuntirdi-jimi? Biz ashunda xarob ahvolga tushib qolmaymiz, dedi Van der Lotun әпәнди qat'iy turdi. Hay, Loisa ishqinlar ko'proq sirtlarga chiqib aylanib kelsalar yaxshi bo'ladi, dedi Archer xonim uhsinib. Bu gapni eg'izdan chiqarib bo'libla o'zining xatolashganligini Archer xonim darhol sezib qoldi. O'zlarining bu xil turmushi to'g'risidagi har qanday baho Van der Lotun xotinning nervlarini jiddiylashtirib etdi. Rasm yo'sinlarning kesimchisi, oxirgi hukm chiqariladigan sud mahkamasi salohiyatidagi bu bir jup o'zining rolini cho'nqur tushunadi hamda bu xil o'rinlashtirishga bo'ysungan holda ish tutadi. Biroq har ishkilisi qo'rqinchoq ansizlardan bo'g'ashqa mas'uliyatiga bo'lgan qizg'inligi tabiiyatdan sus edi. Shunga Scott Colifdagi jimjit qo'rqida imkoniyatning boricha ko'proq turadi. Shaharga kirgan chog'lardami Van der Lotun xonimning salomatligini bahona qilib, barliq takliflarni rad qiladi. Nevland Archer darhol opsini o'ng'aysiz ahvoldan qutqizishga tutindi. Siz bilan Loisa cho'ng opamning nimaga vakillik qiladiganligini butun Nyu-Yorkdagilar biladi. Dal mushundaq bo'g'ashqa Mingot xonim Graf Oraniska xonimni kishilarning davomli haqorat qilishdan saqlab qolishda siz bilan maslahatlashib, bir ish qilmasa bo'lmaydiganligini his qildi. Van der Lotun xonim eriga lappada qarab qo'ydi. Erimi uningga o'xshash usulda javob qaytardi. Tuqqanlardan o'zini tatadigan usulni yoqtirmayman.
dedi Van Derlotun efendi. Esilzodalar nasabidan kelib chiqqan odam jamiyatining qo'llashiga erishganda bu xil qo'llashni mangu o'zgarmaydi deb qarash kerak. Menmi o'xshash fikrda. Dedi xotini xuddi bir yangi nuqtai nazarni o'tirg'i qo'yayotgandek. Hay, ishning bunda qatmal holatga tushib qolganligini bilmabdiman. U so'zni to'xtatib, yana xotiniga qarab qo'ydi. Meningcha bo'lganda, qadrligim, Graf Oraniska xonimni tuqqunimiz deb qarasak bo'ladi. Medora Mansonning birinchi eri orqali tuqqan kelimiz. Buni demagan holatdimi, Nevland to'y qilsa, Oraniska xonim bilan tuqqan bo'ldik degan gap. U Archerga burilib davomlashtirdi. Bugun tushdan burunqi vaqt gazetini o'qidingmi, Nevland? Ha, albatta o'qidim, efendi, dedi Archer. Odatda u atganligi qahva ichganda gazetlarni hapula-shapula varaqlab qo'yatdi. Van Derlotun er-xotin o'zaro yana bir qitim qarashib oldi. Sus rangli ko'zlarning uchrashish vaqti uzoq ham astoydil kengishishni o'rinlayotdi. Arqadan sus kulka Van Derlotun xonimning chiroyidan yalt qilib o'tdi. Ishning oqibatini faraz qilib yetganligi ham qo'shilganligini mushu kulimsirashdan his qilg'ili bo'ladi. Agar ziyofatga berishqa Loisaning salomatligi yor bersa, dedi Van Derlotun efendi Archer xonimga burilib. Loisa ikkimiz Lofel xonimning oila ziyofatiga berib, Lawrence Lifertis er-xotin kelmasdan bo'sh qolgan o'rinni to'ldirishga rozimiz. Buni Lofel Mingot xonimga yetkazib qo'yasiz. U so'zidagi masxara ma'nosini ko'pchilikning anqirib olishi uchun birdam jim turib olgandan keyin yana davomlashtirdi. Biroq sizga ma'lum, bu mumkin bo'lmaydigan ish. Archer xonim Shundoq deganicha qo'shiladiganligini bildirdi. Van Derlotun efendi buningga ulabla asosiy maqsadiga ko'chdi. Nevland menga tushdan burunqi vaqt gazetini o'qib bo'lganligini aytdi. Ishonamanki, Loisaning tuqini Saint Ostelik Gertsogning Rossiya nomli paraxotda bu yerga keladiganligidan Nevland cho'qim xabar tepib bo'ldi. U yoq Giveniya nomli yelkanli kemisini kelar yil yozda o'tkaziladigan xalqaro lavha talashish musobaqasiga qatnashtirishga oid rasmiyatlarni bejirgili keladi. U yana Trevinnada bir mezgil turib, yavi o'rdak etishi mumkin. Van Derlotun efendi yana birdam tinib olgandan keyin mehribonlik bilan so'zni davomlashtirdi. Uni Marilandga berishga ko'ndirishdan avval bir qancha do'st birodarlar bir yerga yig'ilmoqchi bo'lyapmiz. Bu bir kichik yig'ilish albatta. Ondan keyin rasmiy qarshi elish ziyofati o'tkazamiz. Agar Graf Oraniska xonim bizga mehmon bo'lishni ma'qul ko'rsa, Loisaningmi menga o'xshashli xursand bo'ladiganligiga ishonaman. U o'rnidan turdi. Ham sal qo'lashmagan do'stona pozitsiyada navri singlisiga o'skilan gavdasini sal egib tazim qilgandan keyin qo'shib qo'ydi. Loisaga vakolatan shuni deb qo'ysam bo'ladiki, u hozirla paytonga o'ltirib ziyofat bog'ini o'z qo'li bilan tarqitishga otlanadi. Haras, nam kartimizmi bor? Albatta, nam kartimizmi yetkaziladi. Buning xo'shlashishga bishorat ekanligini pamlagan Archer xonim past ovozda rahmat aytqash o'rnidan turdi. Buningga javoban Van Derlotun xonim Archer xonimga qarab kulib qo'ydi. Van Derlotun efendi bo'lsa, e'tiroz ma'nosida bir qo'lini ko'tardi. Hay, rahmat aytqudak ish yo'q, qadrlik Adilin. Bo'ldi, takalluf qilma. Bundaq ishning Nyu-Yorkda sodir bo'lishiga qarab turg'ili bo'lmaydi. Chamim yetadiganlar bo'lsa, bundaq ishning yana yuz berishiga yo'l qo'ymayman. U podshohlarga xos salofat bilan so'zlagach, bu navri tuqqanlarni boshlab darvoza tarafga yurib ketdi. 2 soatdan keyin Van Derlotun xonimning paytonga o'ltirib, Mingot xonimning darvozasi oldiga kelganligini
hamda bir chasi konvertni sunganligini hamma odam bilib ketishdi. Shundaqla bu kuni kechda Sellerton Jacksonning teatrxonada ashu konvertga qachilanganining bir bag'aq ekanligini, Saint Ostelining sharpiga Van Derloton ayol kelar hafta o'tkazadigan ziyofatga Graf Oraniska xonimning taklif qilinganligini tushundirganligi aniq. Teatrxonaning lojisida o'tirgan bir qancha yosh bu xabarni anglagandan keyin kulimsirgan holda bir-biri bilan ko'z uchrashtirib olishdi hamda Lawrence Leffertsga ko'zning qo'yruqida qarab qo'yishdi. U lojining oldingi retida parvosizlik bilan o'ltiradi. Yuqori ovozliq ayol naqshchining naqshisi to'xtashi bilanla u nopuz egisiga xos talaffuzda eg'iz ochdi. Sanna Bera degan bu rolga Fatih'den başkası bekar. New Yorkliklar Graf Oraniska xonimni go'zal ruxsardan sal ketibdi deb qarshivatadi. Newland Archerning bolalik chog'larida u tunji qitim bu yerda paydo bo'lganda amdili 9-10 yoshlarga kirgan. Kishining zo'qini qo'zg'aydigan chiroyliqini qizchaq edi. Kishilar u o'zini sizdirvas bo'g'idek deyishib ketadi. Uning bolalik chog'lari Yevropada erkin turmush kechiradigan ota-onasiga agishib sarsam bo'lib yurish bilan o'tdi. Ota-onasi o'lib ketgandan keyin kichik opasi Medora Mansonning beqishida bo'ldi. Kichik opasimi erkin turmushga ko'nib qolgan. Yaqinda Nyu-Yorkka qaytib o'ltiraqlashish maqsadida bo'lib o'tadi. Bechora Medora Manson to'l qilish qismatidan qutulolmay kelyotdi. Pat-patliq qaytib kelib o'ltiraqlashadi hamda yangi erdim birni yoki yangi beqib olgan boladan birini og'ash keladi. Biroq bir qancha oy o'tmayla eridan ajrashib ketadi. Opasining asli familiyasi Rushworth bo'lg'achqa, u eng oxirgi bir qitimliq baxtsiz to'yida sarang ko'p chiqadigan Chifres jamiyatining bir a'zosi bilan bog'lanib qilishga duchor bo'lgan edi. Shunga Nyu-Yorkliklar uning tarsa mijoziga nihoyat keng qo'rsoqlik bilan muomala qiladi. Biroq u yetim bo'lib qolgan jiyan qizini elib qaytib kelganda, kishilar bundoq chiroyli qizni mushundaq bir odamning beqishiga topshirish to'limi afsusnarlik ish bo'pti deyishgan edi. Bu qizning ota-onasi sayohatga o'zini baxtli urib ketish sababli kishilarda echinish tuyg'usi qoldirib ketgan bo'lsa-mu, ammo hayot chig'ida baxtli yuz obro'yi bor edi. Sal qaradigan qizil mangizlari va qo'yiq budrat chochlari Ellen Mingotni xushal ko'rsatib turg'ashqa, bu holati amdili ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarning qiyofatiga zodili yaqin kelmaydi. Ammo bu kishilarning hesdoshligiga ta'sir yetkazmaydi. Amerikacha murosim faoliyatlarining ashu o'zgarmas qoida usullarini ko'zga ilmaslik Medoraning xato bo'lgan qosh qiliqlarining biri. Ammo New-York Medorani o'z mayliga qo'yib etishga burilib ko'nib ketgan. Ellenning g'o'rigil kiyinishiga bosh chayqash yoshda cho'ng xonimlar doirasida cheklangan edi. Qolgan tuqqanlar bo'lsa Ellenning qizilliq tepchib turadigan chiroyi va vujudidagi hayotiy kuchidan zo'qlanish bilan band bo'lgan edi. U bir yuraklik, to'sin otdek erkin qiz edi. Yeshig'i toza mos kelmaydigan savollarni so'raydi. Baldur yetilgan ba'zi ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yishdan tap tatmaydi. Onundan boshqa yana ispancha usul o'ynash, gitarga tankash qilib naplis muhabbat naqshlarini aytish degandek san'at mahoratlariga qobil edi. Kichik opasining yetakchiligida bu qizning tarbiyalanishiga xeyli ko'p pul xarjlangan bo'lsa-mu, ammo o'rgangan narsalari sistemalik emas edi. Buning ichida burun tushiga kirmaydigan modelga qarab portret sizish, kasbiy muzikant bilan birlikda pianinoda muzika o'rinlash qatorliqlarmi xeyli salmoqni egilaydi. Bundaq tarbiyalashning cho'ng unum berishdan umid kutib ketgili bo'lmaydi. Bir necha yildan keyin bechora Chifres oxir Saranglar sanatoriyasida olamdan o'tdi. Tul qolgan xotini yana bir qitim ko'chishni qaror qildi-da, Ellenni elib yurib ketdi. Bu chaqda Ellen burunli bo'ylari egiz, zilva qizga aylangan edi. Bo'libmi ko'zlari to'limi jalbkor edi.
bir mezgilgacha ulardan hech qanday xat xabar bo'lmadi. Keyin Ellenning Doylil ordusidagi tansida tanishib qolgan Polshalik puldar Aqsuyak bilan to'y qilganligi to'g'risida xabar keldi. Bu boyning Parij, Nitis va Firenze qatorliq joylarda hashamatlik turalg'ular borligi. Kanusda bir sayohat kemisi borligi. Shundaqla yana Transilvaniyadagi xeyli cho'ng bir ov maydonining uningga qaraydiganligi to'g'risidagi uchurmi birga kelgan edi. Kishilar bu to'g'riliq toza qizishib so'zlashayotgan mezgillarda Ellen to'g'risidagi xabarlar yana uzilib qoldi. Bir necha yildan keyin Medora eri o'lib ketgandan keyin Nyu-Yorkka yana bir qitim vayrona holda qaytib keldi va texmi arzon kichik uy izlashga boshladi. Bu chaqda kishilar uning heliqi boy jiyan qizining nemishqa yordam qo'lini sunmaganligidan hayron qilishdi. Keyincha Ellenning baxtsiz to'yining oxirlashganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Tuqqanlarning orasida yurib tasalli tepish va ko'ngil og'riqlarini unutish uchun uning o'zimi qaytib kelib bo'lgan edi. Bir haftadan keyin heliqi katta ziyofatda o'ltirgan Nevland Archer Van Derloton xonimning mehmonxonasiga kirib kelayotgan Graf Oraniska xonimni ko'rgan chig'ida yuqorqi ishlar ko'z oldidan o'tmoqda edi. Bundaq sorun ancha ko'p uchirmaydi. Archer uning qandoq taqobil turishidan ansirab kelayotqachqa kayfiyatida jiddiylik asosiy salmoqni egilgan edi. Ziyofatga u xeyli kechikib kelgan edi. Bir qo'liga texi palay kiymagan. Beg'ishidagi bilazikning ilg'uchini ilg'inicha Nyu-Yorkdagi mashhur kishilar yig'ilgan bu mehmonxonaga kirib kelayotganida chiroyda hech qanday tamtirash, tatinish alomatlari ko'rinmaydi. U mehmonxonaning qoq o'ttirsida qadamini to'xtatib atrofiga nazar tashladi. Eg'izi yemirilgan, ko'zlaridan kulki balqib turadi. Dal mushu daqiqalarda Nevland Archer uning husn jamoli to'g'risidagi so'z cho'chaklarni ko'nglida inkor qilib ulgurdi. Durust. Ayni yillardagi jilvigarligi burunli suslashgan. Anardek qizil yuzlar tatargan. O'ruqligi, ma'yusligi uni yeshidan sal qeriroq ko'rsatib qo'ygan. Amaliyotda u texi 30 yoshga kirmagan edi. Vücudida güzellikka to'yingan bir xil sirliq kuch o'qishib turadi. Sunnilikdan xoli qarashlarda bir xil g'urur chaqnaydi. Archer bu xil xoslikni yuksak darajadagi mashqlantirish natijasida shakllantirilgan hamda o'zlikning qudratiga to'yingan deb qaradi. Mushu paytda uning o'zini tutishlari so'rindagi mutlaq ko'p qism xonim qizlardan sabiy ham g'uborsiz ko'rinadi. Moda iqim Nyu-Yorkliklarning nazaridagi eng muhim narsa bo'lg'achqa, uning yasanishidagi moda omillarining kam bo'lishidan xeyli ko'p mehmonlar sal umidsizlanib qolgan bo'ldi. Uning harakati, ovozi va talaffuzimi bir alohida salmoqlikning kontrolligida edi. Balkim ayni chog'dagi jo'shqinligidan qag'ashqa mushundaq ig'ir besiq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. deb paraz qildi Archer cho'nqur o'ylangandan keyin. Nyu-Yorkliklar bundoq kechirmishdagi yosh ayolning ovozi noiti jarangliq chiqish kerak deydigan qarashda edi. Bu ziyofat odamning ichini siqatdi. Van Derloton er xotin bilan tamoqda billa bo'lish aslida unchalik ozodalik his qiladigan ish emas edi. Ammo hozir ularning bir gertsog navra tuqqani bilan billa g'izolanadigan ishi bo'lg'achqa, butun ziyofat ig'ir tus olgan edi. Bir odatdagi gertsog bilan Van Derloton jamiyatidan chiqqan gertsog orasidagi inchik farqni faqat haqiqiy Nyu-Yorklar farq etalaydi deb o'yladi Archer. Ular hamma yerda sarsam bo'lib yuradigan oqsunyaklarni ko'zga ilib ketmaydi. Ularga ishonmaslik aralashib ketgan takabburlik bilan muomala qildi. Biroq undaqlar o'zining Van Derlotonga o'xshash mundaq jamiyatlar bilan ma'lum bog'lanishi borligini isbotlasa, ko'nichi pasondagi qizg'in kutulishlardan bahramand bo'la oladi. Bundaq muomalaga erishishni ular o'zlarining Diblit oqsunyaklar yilnomasidagi o'rni bilan bog'lab tushunadi. Dal mushundaq farq bo'lg'achqa, yoshlar koni Nyu-Yorkni masxara qilayotgan chig'da yanala uni sevg'inishdan saqlanolmaydi.
Van der Lutun er-xotin bu qitimqi ziyofatning muhimligini gavdalantirishga alohida kuchgan edi. Ular Durak Savoril va Televinna Georgi ishki davridagi oltin yalatilgan qochquchilarni so'ringa chiqadi. Van der Lutun xonim Kabanar sizgan portret rasmiga har qanday chog'dagidanmi bakrak o'xshab qolgan edi. Archer xonim momusdan qolgan zibu zinnat buyumlarini taqib olg'ashqa, o'g'li ixtiyorsiz holda Isabining mikro portret chizmalarini ko'z oldiga keltirib qo'yib Xonim qizlarning hammasi eng chiroyli zibu zinnatlarni taqib olishgan. Biroq ko'pinchisining zibu zinnatlari ko'nichi fasonda naqshlangan. Qarmoqqa bu o'yla va bu so'ringa xos alohidalikka aylanib qolgan edi. Nasiyat orqali kelgan Lanin xon qiz opasining qapartma naqshlik qosh teshi zinnat buyumlarini taqib, zig'irrang ispanchi nagitka ortib olgan edi. Graf Oraniska xonim ziyofatdagi birdan-bir yosh ayol edi. Archer yoshli cho'ng xonimlarning olmos marjon va to'giqush peyi yelpigichlari orasidagi siliq to'lg'in yuzlarini inchiklik bilan kuzatganida ularning Graf Oraniska xonimchilik bo'la olishining ko'p yiroqda ekanligiga hayron qoldi. Uning ko'zlaridagi ashu xil ifodani hozirlashga to'langan badalni xiyoliga keltirganida teniga ixtiyorsiz ansizlik olashdi. Ayol sahibxonning o'ng beshida o'ltirgan Gersog Saint Osteli bugun kechdagi eng muhim shaxs hisoblanadi. Agar Graf Oraniska xonimda kishilar kutgan o'zgachilik va yorqinlik kamkan deyilsa, undaqda bu Gersogning kishilar diqqatiga moyil bo'g'idek hech yeri yo'q deyishga to'g'ri keladi. Tarbiya ko'rgan odam bo'lish sifati bilan u helim yaxshi ov kiyimi bilan ziyofatga keladigan ishni sodir qilmagan edi. Biroq kiyvagan murosim kiyimi to'limi qo'pol ko'rinadi. Bo'libmi uning pakar bo'yi, dumchakrak gavdasi, oftobda qoradab ketgan terisi, go'shlik burni, yumuq ko'zlari kiyimlarining nacharligini texmi gavdalantirib qo'yotadi. Dümchiyib o'ltirishlardan bu odamning so'ringa jablanib kelganligiga oid biror narsani ilg'i qilib bo'lmaydi. Ashu kulimsirashlari chiroyda qaytib qolgandek ko'rinadi. Kam so'zligi oz kelgandek, gap qilgandagi ovozimi bo'sh edi. Shiradikilar turib-turibla jimjitlikqa o'tib, uning dono qarashlarini anglash istigida bo'lib tursimi, lekin gapini yenidikilar odamdan boshqa hech kim anglayolmaydi. Tamoqdan keyin erlar bilan ayollar aralashib paranglashadigan chog'da Gersog Udul Graf Oraniska xonimning yeniga keldi. Ikkalan bir bulunda o'ltiribla qizg'in parangga tushib ketdi. Asli qoida bo'yicha bo'lganda Gersog avval Lofil Mingot xonim bilan Xiyatli Chifris xonimga hurmat bildirish kerak edi. Graf xonim bo'lsa avval Washington maydonida turishliq Erbin Dagonit ismli kishi bilan paranglashishi zarur edi. Ammo bu ikkalan buni zodili his qilib yetmagandek ko'rinadi. Gersog mushu uchrashish uchun 1-oydan 4-oygacha sirtda g'izolanmaslikdek odatini buzishdanmi yonmagan edi. Ikkalan 20 minutcha paranglashgandan keyin Graf xonim o'rnidan turdi-da, kang dahlizdan tanha o'tib Nevland Archerning yeniga kelib o'ltirdi. Bir xonimning bir mo'tivar yenidan qo'zg'alib, yana bir mo'tivarni hamroh qilib tanlashi Nyu-Yorkning so'rinlaridagi odatga yot qiliq edi. Odat bo'yicha bo'lganda u o'z joyida yog'och qo'nchoqdek o'ltirib, o'z bilan paranglashni xohlaydigan erlarning bir-birlab kelishini saqlash kerak edi. Biroq Graf xonim har qanday bir qoidaga xiloflik qilganligini sezmagandek, Archerning yanida bemalol o'ltirib, eng yiqimliq nazar bilan uningga qaradi. Manga may to'g'riliq so'zlab bersangiz. Gersogni burundul tunimdingiz? Archer javob bermay aksicha savol yondirdi. Ha, shundaq. Nezitdagi chaqda har yil qishda uning bilan ko'rishatdik. U qimarga amroq uyimizning doimlik mehmoni edi. Uning bu ochiq oshkora gaplardan xuddi u sirtlarda ishqibozlik qilishga amroq deyotgandek ma'no chiqib turadi. Birdamdan keyin u yana andishsiz holda qo'shib qo'ydi. U men ko'rgan eng kalva er. Bu gap Archerni kuldirib etdi.
Oldingi jumla uningda paydo qilgan hayronlikni ko'tarib o'tdi. Van Derlotun jamiyatidan bo'lgan Gertsogni kalva deb qaraydigan ham mushu ko'z qarshini oshkorlashga jur'at qilgan bir xonim bilan tanishish demisimi odamning kayfini ko'taradigan ishda. Archer uning turmushi to'g'risida ko'proq bir narsalarni so'rab bilib olish xiyolida edi. Uning parvosiz so'zlari Archerning ba'zi narsalarni bilib olishiga qo'zg'atqich rolini o'ynayotdi. Archer deydigan gapini tepib bo'g'icha u gapni eng boshdagi temaga yo'tkadi. Maybek umaq chiroy aql jihatdan Nyu-Yorkda tangdishi yo'qkan, uni bekli suydigansiz. Er kishining ayol kishiga bo'lgan sevgisi qanchalik cho'nqurlikqa bora oladi deyilsa, sevgim burundola ashu cho'nqurlikda. Newland Archer qizargan holda kulib turib javob berdi. U Archerning so'zidagi har qanday bir ma'nini tushirib qo'yg'isi kelmayotgandek xiyolchanlik bilan uningga tikildi. Undaqda buning cheki bormi? Sevgining chekini da'vatamsiz? Ba degan holatdami texi yetkinimiz yo'q. Ha, undaqda chin sadiq muhabbatganda, dedi u cho'nqur ta'sirlangan holda. Eng qizg'in muhabbat. Bak yaxshikan, bu sevgiga o'zinglar mustaqil holda erishgansizlar, boshqalar aralashmagandi. Archer hayronlik ilkida uningga qarab kulimsirgan holda so'radi. Acaba unutib qoldingizmi? Davlatimizda to'y ishlariga boshqalarning chat kerilishi ruxsat qilinmaydigan ish-ku. Uning ma'nizlari höppida qizirib ketdi. Archer qolgan gapiga pushaymon qilib qoldi. Shundaq unutib qaptaman. Ba'zida mushunda xatolikni sodir qilib salsam, meni cho'qim apu qavitanjimi? Bu yerda kishilar suyundigan ishlar men turib qaytib kelgan ashu joyda ko'ngilsiz ishlab qarildi. Biroq ba'zida buni to'la unutib qolaman. U beshini tuvan selib, ashu pay yalpuchiga tikildi. Lavlarning titrayotganligi Archerning diqqatini qo'zg'adi. Kechiring, dedi u o'zini tabiiy tutolmay. Siz hozir do'stlaringizning orasida buni bilishingiz kerak. Shundaq bilaman. Bu xil tuyg'u nagil bosam men hamra. Mana bu dal qaytib kelishimdagi sabab. Hamma ishlarni unutib ketib, menga jamiyatliklarga, vilnat jamiyatliklarga o'xshash, sizga va kishini xushal qilgan apangizga o'xshash, hamda mushu so'rindagi hamma yaxshi odamlarga o'xshash haqiqiy amerikalikqa qaytadan aylanish o'yim bor. Ha, Maykeldi, darhol qishig'i bog'imiz kevatadi haqiqatan. U mushu gaplarni qilib etib, qimirlabmi qo'ymadi. Nazri eshikdan yo'tkilib, Archerning chiroyiga tushdi. Tamoqdan keyin mehmonlar asta-asta mehmonxonaga yig'ildi. Oraniska xonimning nazarini bo'ylab qargan Archer May Waylandning opisi bilan kirib kelayotganligini ko'rdi. Uchisiga oq ko'nglak kiyib, beshiga oq gul chambiriga taqib olgan bu egiz bo'yliq silva qiz amdala o'din qaytib kelgan ayol Dianag'ili o'xshab qolgan edi. Manga may to'g'riliq so'zlab bersangiz. Gertsogni burundol tanimdingiz? Archer javob bermay aksicha savol yondirdi. Ha, shundaq. Nesitki chaqda har yil qishda uning bilan ko'rishatdik. U qimarga amraq uyimizning doimlik mehmoni edi. Uning bu ochiq oshkora gaplardan xuddi u sirtlarda ishqibozlik qilishga amraq deyotgandek ma'no chiqib turadi. Birdamdan keyin u yana andishsiz holda qo'shib qo'ydi. U men ko'rgan eng kalva er. Bu gap Archerni kuldirib etdi. Oldingi jumla uningda paydo qilgan hayronlikni ko'tarib etdi. Van Derlotun jamiyatidan bo'lgan Gertsogni kalva deb qaraydigan ham mushu ko'z qarshini oshkorlashga jur'at qilgan bir xonim bilan tanishish demisimi odamning kayfini ko'taradigan ishda. Archer uning turmushi to'g'risida ko'proq bir narsalarni so'rab bilib olish xiyolida edi. Uning parvosiz so'zlari Archerning ba'zi narsalarni bilib olishiga qo'zg'atqich rolini o'ynayotdi. Archer deydigan gapini tepib bo'g'icha u gapni eng boshdagi temaga yo'tkadi. Maybek umaq chiroy aql jihatdan Nyu-Yorkda tangdishi yo'qkan, uni bekli suydigansiz. Er kishining
ayol kishiga bo'lgan sevgisi qanchalik cho'nqurlikqa baralaydi deyilsa, sevgim burundilla ashu cho'nqurlikda. Newland Archer qizargan holda kulib turib javob berdi. U Archerning so'zidagi har qanday bir ma'nini tushirib qo'yg'isi kelmayotgandek xiyolchanlik bilan uningga tikildi. Undaqda buning tex cheki bormi? Sevgining chekini da'vatamsiz? Ba degan holatdami texi yetkinimiz yo'q. Ha, undaqda chin sadiq muhabbatkanda. Dedi u cho'nqur ta'sirlangan holda. Eng qizg'in muhabbat. Bak yaxshikan, bu sevgiga o'zinglar mustaqil holda erishgansizlar, boshqalar aralashmagandi. Archer hayronlik ilkida uningga qarab kulimsirgan holda so'radi. Ajiba unutib qoldingizmi? Davlatimizda to'y ishlariga boshqalarning chat kerilishi ruxsat qilinmaydigan ish-ku. Uning ma'nizlari höppida qizirib ketdi. Archer qolgan gapiga pushaymon qilib qoldi. Shundaq unutib qaptaman. Ba'zida mushunda xatolikni sodir qilib salsam, meni cho'qim api qilib bu yerda kishilar suyundigan ishlar men turib qaytib kelgan ashu joyda ko'ngilsiz ishlab qarildi. Biroq ba'zida buni to'la unutib qolaman. U beshini tövan selib, ashu pay yalpuchiga tikildi. Lavlarining titrayotganligi Archerning diqqatini qo'zg'adi. Kechiring, dedi u o'zini tabiiy tutolmay. Siz hozir do'stlaringizning orasida buni bilishingiz kerak. Shundaq bilaman. Bu xil tuyg'u nayli bosam men hamra. Mana bu dal qaytib kelishimdagi sabab. Hamma ishlarni unutib ketib, menga jamoatliklarga, vilnat jamoatliklarga o'xshash, sizga va kishini xushal qilgan apangizga o'xshash, hamda mushu so'rindagi hamma yaxshi odamlarga o'xshash haqiqiy amerikalikqa qaytadan aylanish o'yim bor. Ha, may keldi. Darhol qishig'i bog'imiz kevatidi haqiqatan. U mushu gaplarni qilib etib, qimirlabmi qo'ymadi. Nazri eshikdan yo'tkilib, Archerning chiroyiga tushdi. Tamoqdan keyin mehmonlar asta-asta mehmonxonaga yig'ildi. Oraniska xonimning nazarini bo'ylab qargan Archer May Waylandning opisi bilan kirib kelayotganligini ko'rdi. Uchisiga oq ko'nglak kiyib, beshiga oq gul chambiriga taqib olgan bu egiz bo'yliq zilva qiz amdili o'din qaytib kelgan ayol Dianag'ili o'xshab qolgan edi. Dedi Archer. Kushandilarim bekli ko'pkan juma. Qarang, u qo'rshovda qoldi. U yoqda eliqi Gersog tunishtirilib yetibdi. Undaqda yenimda uzoqroq turing. Oraniska xonim pas ovozda gap qilg'ach, pay yalpigich bilan Archerning tizig'i yenikkina urib qo'ydi. Gerçi bu bir yenikkina urib qo'yish bo'lsa-mu, lekin Archerning vujudida bir silavatqandek kuchlik inkas paydo qildi. Bo'ladi. Qep qalay. Archerning talaffuzimi Oraniska xonimniki bilan o'xshab qelyotdi. Qarmoqqa o'zining nima deyotganligini bilmaydigandek turadi. Biroq dal mushu chaqda Van Derlotun apandi ularning yeniga keldi. Uning orqasida Erbin Dagonit agishlik edi. Graf xonim salmoq kulimsirash orqali ular bilan ahvollashdi. Archer sohibxonning o'ziga ayiblash nazarda qarayotganligini bayqab, darhol o'rnidan turib, uningga o'rin bo'shatdi. Amsa ata soat 5dan keyin sizni saqlayman. Oraniska xonim xo'shlashayotganda qiyofatda bir qo'lini Archerga uzatdi. Arqadan burilibla Dagonit apandining o'ltirishiga o'rin chiqadi. Ata. Archer bu gapni o'zi ong'udekla takrorladi. Ular bu to'g'riliq oldin kelishib edi. Uning ustiga boyatinqi parang jarayonida Oraniska xonim o'zi bilan yana ko'rishkisi borligiga oid hech qanday uchur bermagan edi. Baslik, salopatlik Lawrence Lifertis apandining xotinini Graf xonimga tunishtirish uchun boshlab kelayotganligi Archerning ko'ziga chiliqdi. U tex yana Gertrude Lifertis xonimning esangrash aralashgan kulkilarini chiroyiga yig'ib, Graf xonimga hayajon bilan kichik chaqlarimizda doim billa usul maktabiga boratdik deyman. Davatqanligini angladi. Uning keyinda Graf xonimga o'zining nom sharpalarini bildirish uchun saqlab turayotgan bir to'p kishilar bor edi.
Archer ularning orasidagi ba'zilarining Lofil Mingot xonimning uyida ziyofat orqali Graf xonimni qarshi elishiga rad qilish muomalasida bo'lgan jahil er-xotinlar ekanligiga alohida diqqat qildi. Xuddi Archer xonim aytgandek, Van der Loton er-xotin xolislar kishilarga qanday savoq berish ular uchun hech gap emas edi. Şuğunisi, ularning xohlaydigan chog'lari kamdan kam uchraydi. Archer belikiga bir narsa tekkandek his qilib, diqqatini shu yoqqa og'dirdi. Esil duxovi ko'nglik kiygan, jamiyatiga xos olmos zibu zinnatlarni taqagan Van der Loton xonim uningga takabburlik bilan qarab turardi. Qadrli Nevland, Oraniska xonimga shaxsiysiz g'amxo'rlik qilganingiz bek yaxshi bo'ldi. Navir tag'ingiz Henriga aytdim, u cho'qim yordam qiladi. Archer o'zining uningga tengirqash aralashgan kulkisi bilan tikilib qolganligini his qildi. U xuddi Archerning tartinchoq mijozini nazarga elayotgandek yana qo'shib qo'ydi. Mayning bugünkidek bunchalik chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib baxmabdi ekanman. Gertsogmi uni mush so'rindagi eng go'zal qizgan davatidi. Graf Oraniska xonim soat 5 dan keyin degan edi. Soat 5:30 bo'lganda Archer uning ishq qo'ng'irqini bosdi. Bir tüp noiti yo'g'on Vesteriya chatqili Axlari tushib ketgan bu imoratning o'rlib tushay deb qolgan cho'yun balkonini besib turardi. Bu uyni u hammali joyda sarsam bo'lib yuradigan Midoraning qo'lidan ijaraga elib olgan edi. Uyning joylashgan o'rni g'arbiy 23-ko'chaning eng janubiy uchida edi. Uning turayotgani haqiqatanmi notanish joy edi. Qo'shnilari tikkuchi, saxta mollarni sotquchi va yeziqchilik qilguvchi degandeklardan tashkil topgan edi. Bu qalaymaqan ko'chani bo'ylab janubga mengayotgan Archer tosh yotqizilgan bir tar yo'lning oxirlashgan qismidagi o'rlib tushay deb qolgan bir yog'och uyni tunib olgan edi. Qo'shimcha muxbirlik qiladigan Vincent ismli bir yozuvchi mushu uyda turardi. Bu kishi odatda hech kimni uyiga taklif qilmaydi. Biroq bir qitimliq kashlik saylida u bu uyni Archerga ko'rsatib qo'ygan edi. Ayni chaqda Archer tallari shurkangan holda boshqa cho'ng shaharlardami mushundaq abjaq uyda o'tirganlar bormidi deb o'z-o'zidan so'ragan edi. Oraniska xonim turayotgan uyning birdan-bir o'xshamaydigan joyi dal derizi keshaklariga ko'p sirib berilganligidan iborat edi. Archer bu uyning ko'rimsiz sirtqi qiyofatiga ko'z yugurtgach, ko'nglida u polshalik graf uni mol-mulkdan mahrum qilib qolmay, balki yana uning intilishlarini biraqli yo'q chiqarib etgan-kanda deb o'yladi. Archerning bu bir kuni ichi siqilishda o'tgan edi. U Villand oilasidagilar bilan tushlik tamoqda billa bo'lgandan keyin May bilan billa bog'chada sayli qilishni ko'ngliga pukkan edi. May bilan yolg'iz billa bo'lib, uning tunugun kechda qanchalik jazbador bo'lib ketganligini, o'zining uningdan qanchalik faxrlanganligini aytqash, to'yni baldiroq qilishga qoyil qilish xiyolida bo'lgan edi. Ammo Villand xonim Jamat a'zolariga salomga berish ishi texi yerimi bo'lmadi deb keskin askartish berib o'tdi. Archer to'y kunini sal ilgari surish to'g'risida uchirib berganda Villand xonim ayiblash pozitsiyasida qapoqlarni turib, qo'lda qildigan kashti ishidan 12 to'pi texib bitmagan tursa degandek bahonalarni ko'rsatib ulgurgan edi. Bir tuqqunining uydan chiqib, yana bir tuqqunining uyiga menish bugun Archerning ashular bilan billa qilgan asosliq ishi bo'lgan edi. Tushdan keyinlik bir qator yuz ko'rishish ishlari oxirlashib, bo'lg'usi xotini bilan xo'shlashgandan keyin Archer o'zini apchillik bilan qo'lga tushirilgan yavoyi hayvondek, texi boylik ko'rgazma qilingandek his qilib qoldi. Nurg'un kitoblarni o'qiganligim uchun jamiyat hissiyotining bu xil nuqul ibtidoiy ifodalanishiga qarta mushundaq parvosiz muomilda bo'lsam kerak
deganlarni xiyoldan o'tkazgan Archer Velland xotinning to'yni kelar yili kuzga bekitish xiyolida bo'layotganligini esiga elib, mushu mazgildagi turmushiga nazar selvidi, shu hamon o'tdaq qizg'onligiga bir das so'q suv sepilgandek bir xil tuyg'uning iskanjisiga tushib qoldi. degan edi Velland xonim. Chefres va Dallas oilalariga salomga boramiz. Archer uning to'ylashadigan ishki jamoat a'zolarining uylariga yeziq jadvali tartibi bo'yicha berish o'yida bo'layotganligini bayqagandek bo'ldi. Halbuki ular hozir texi yeziq jadvali tartibining 4dan 1 qismini tugatmagan edi. Archer bo'lg'usi xotiniga Graf Oraniska xonimning talabi bo'yicha, balkim bo'yriqi bo'yicha desak, texmi muvofiq bo'lishi mumkin. Bugun tushdan keyin uning bilan ko'rishgili bordiganligini aytishni o'ylagan edi. Lekin ikkalan yolg'iz qolgan ashu qisqagina minutlarda deyishadigan texmi muhim gaplar bo'lg'ashqa, uning ustiga ashundaq paytda bu gapni tilga elish sal biyab bo'lg'ashqa, bu gapni eg'izidan chiqarmagan edi. Navra hadisiga bo'lg'usi erining yaxshi muomalada bo'lishini may bahla xolaydi. Bu nuqta Archerga ayon. Ularga to'y ishining bekitilganligini e'lon qilish dal mushundaq arzuning turtkisida oldiga surildi emasmi? Graf xonimning kelishi sabab bo'lmagan bo'lsa, Archer hozir bo'yni bog'laqsiz erkin odam hisoblanmagan holatdami, hech bo'lmaganda to'y ishini bekitishdek bo'yin turuqning cheklamasiga bunchalik uchirmagan bo'lar edi. O'ylab, mushu yerga kelganda uning qalbini bir xil g'alati tuyg'u chirmib oldi. Bularning hammasi Mayning orzusi bo'yicha bo'layotgan ish edi. Buni nazarga olgan chig'ida u o'zining hozircha texi hech qanday mas'uliyatni yuklab olishning hojatsiz ekanligini, o'zi xolisla Mayning navr hadisini yo'qlab bosib bo'ladiganligini, uningga oldin ola deb o'ltirishning zaruriyati yo'qligini his qilib yetdi. Oraniska xonimning ishiga oldida turayotgan mushu paytda Archerning qalbi bir xil qiziqish bilan to'ldi. Uning o'zini taklif qilgan chog'dagi so'z Orani Archerni tengir qash ichiga tashlamoqda. Uning vujudidagi oddiylik faqat sirqi ko'rinishdan iborat ekanda, deganlarni xiyolidan o'tkazdi Archer. Terisi qara, chet el chiroy, gullik partuq tatib olgan bir ayol xizmatkor eshikni ochdi. Uning Siciliyalik ekanligini Archer g'uva paras qila oldi. U oppoq tishlarini chiqarib kulimsirgunicha Archerni qarshi oldi. So'rgan savollarga tengirqash ichida bosh chayqag'ash Archerni tor dahliz orqali mehmonxonaga boshladi. Tammashda o't kuyib turgan bu pakar mehmonxonada odam yo'q edi. Ayol xizmatkor Archerni mushu yerda yolg'iz qoldirib chiqib ketdi. Bu chaqda Archer u uy egisini chaqirib kirganda chiqib ketyaptamdiganda yoki mening nemishqa kelganligimni bilmaganmidi deganlarni o'ylab ulgurdi. Hatto u bu uyda ko'zga alohida tashlanib turadigan osma soatni ko'rganida ayol xizmatkor meni soat remont qilg'ili kelibdi deb o'ylab qolganmidi ya degan g'alatiroq xiyolmi kallasidan leppida o'tgandek bo'ldi. Archer Janubiy Yevropaliklarning qo'l ishorasi bilan paranglashishga mahir ekanligini biladi. Ammo boyatin u ayol xizmatkorning nurlarini qisib qo'yishlari va kulimsirashlarining tegiga yetolmay xijilchilikda qoldi. Ayol xizmatkor oxir bir panar chirog'ni ko'targunicha qaytib kirdi. Archer bu chog'da Dante va Peterlachning asarlaridan qurashtirilgan so'zlari orqali uning javobini tatib chiqadi. U italyancha bir nimalarni dedi. Archer bu gapning ma'nosini Oraniska xonim yo'q, biroq birdamdan keyin qaytib keladi deb faraz qildi. Chiroq yo'riqida Archer bu uyning o'zi burun ko'rgan har qanday uyga o'xshamaydigan nafsligi orqali kishi qalbini moyil qiladigan sehriy kuchga ega ekanligini bayqadi. U Graf Oraniska xonimning ozroq mol-mulk bilan qaytib kelganligini biladi. U bu mulklarni sunuq parchalari deb sifatlagan edi. Nafis, qiyniq ranglik bu bir necha shira
tam mesh ustidagi Gretsiya fasonida yasalgan ko'rkam bronza haykal va ko'nicha fasondagi ramkaga elingan Italiyacha rasmlarni Archer ashu mulkning vakillari ekan deb tushundi. Archer Italiya san'atini tushunadiganligidan faxrlanadi. Balalik davrida Ruskinning ta'siriga uchragan hamda John Addington Simondesning asarlarini, Vernon Leyning Efariontni, Philip Gilbert Hamiltonning adabiy parchalarini, Walter Paterning Adabiyot san'atining qayta gullanishi nomli esil kitobini o'qigan. Buningdan boshqa o'qigan yangi kitoblarimi oz emas edi. Sandro Botticellining rasmlarini 5 qo'ldek biladi. Fira Angelico to'g'risida parang bo'lib qolsa, qin-qiniga patmay qoladi. Ammo ko'z oldidagi bu bir necha parcha rasm uni tengirqash ichiga qistavatadi. Chunki bu rasmlar bilan o'zi Italiyadagi sayohatni ko'rib odatlangan rasmlar orasida qilcha o'rtoqlik yo'q edi. Moshundaq bir notunush, odamsiz uyda turibman. Xaridorligimni qiladigan birari yo'q. Moshundaq ajoyib muhit ko'zdish iqtidorimni ojizlab etib boramdi qandaq degan xiyollarning paydo bo'layotganligini Archer xira-shira his qildi. Uning ustiga graf Oraniska xonimning talabi May Vellandga demaganligidan pushaymon qilyotdi. Shundaqla ko'ngli andishidan xoli bo'lolmayotdi. Agar May hozir Navr hadisini yo'qlig'ilib bu yerga kelib, xonimning tam meshi yenidagi qorong'ulikda yolg'iz kutib o'ltirganligini ko'rsa, qandoq o'ylab qolar, deganlarni o'ylayotdi. Kelgan ekanman, saqlashim kerak degan fikrning turtkisida Archer o'rindiqqa cho'kib o'ltirib, putlarini o't kuyayotgan tam mashga sundi. Oraniska xonimning uni chaqirib qo'yib, o'zi unutib qelishi to'limi g'alati ish edi. Biroq Archerdagi qiziqish xijillik ustidan g'olib keldi. Uydagi bu xil kayfiyatni u azaldan boshdan kechirib baxmagan. Kechirmishi bilan bo'lgan bundoq cho'ng farqning turtkisida Archerning ko'nglidagi parakandichilik, tavakkulchilik tuyg'usiga o'rin bo'shitayotdi. U burunmu tomlarga qizil kimxab tortilgan ham Italiya iqimidagi rasmlar esilgan uylarga kirib baqqan. Ammo hozir uning o'zgacha ta'sir berayotgan omil dal Medora Manson ijaraga elib o'ltirgan bu g'o'rigil uyning bir qancha jabduq bilan apchilgini bezilishi natijasida shakllangan chat elchi puroq hamda buningdan paydo bo'ladigan qadimiy tusdagi romantik tuyg'uga oid tasavvurlar edi. Archer bu xil bezashdagi ditlash usulini tahlil qilib, buningdan yep uchi izlash istigida Shiraning bezilishiga, yenidagi nafs lo'nqiga chiloqliq ikki tal atirgulga, kishilar qo'l yog'liqlarga chechib oladigan atirlarning puroqlarga o'xshamaydigan, balki yiroqdagi bozordan kelayotgandek bilinayotgan qahva va quruq atirgul aralashtirib tayyorlangandek osh xil puroqlarga diqqat nazarini birma-bir og'dirmoqda edi. Uning xiyoli Mayning mehmonxona uyiga yo'tkaldi. Uning mehmonxonasi qandaqroq bezalgandi? Velland apandining sharqi 39-ko'chadagi bir yangi turalg'uni noit matlik bilan ko'zlab qo'yg'ini uningga ayon. Deyilishcha, u xilvat ko'chadagi imoratlarning hammasi degidek tutuq seriqqa moyil yeshil tosh bilan selingan ekan. Bu xil rangni yangi bir avlod binokorlar sinoq tariqasida ishlatayotgan ekan. Buningdagi maqsadi butun Nyu-Yorkni sovuq shokolad qiyomiga o'xshash qoplab turgan qo'ng'ir toshlar bilan qarshilashishdan iborat ekan. Ammo uylarning turbalari nihoyat mukammal ekan. Archerning orzusi bo'yicha bo'lganda, avval sayohatga chiqib, uyning ishini keyincha o'ylashni xohlaydi. Ammo Yevropaga berib o'tkazilgan shirin oyning vaqtini uzartishga Velland er-xotinlar qo'shildi. Ammo yangi to'y qilgan er-xotinlar qaytib kelganda cho'qim bir turalg'usi bo'lish kerak degan masalada qat'iy tavranmas pozitsiyasini bildirdi. Bu yigit ishlarining allaqachon bekitilib bo'lganligini his qilib yetmoqda edi. Qolgan umrida u endi har kuni kechda ashu tutuq seriqqa moyil yeshil ishik palampining ikki tarafidagi cho'yun reshatka orasidan mengib, Ponba pasonidagi ayvon orqali seriq tom etiga paqirab turgan uyga kirishga majbur.
Buningdan boshqa uning tasavvuri texmo keng bo'shliqda qanot qiqishga amalsiz. Üstünki qavatdagi mehmonxonada bir ko'ptirma deraza borlig'i Archerga ayon. Ammo bu derazani mayning qandoq didlab bartaraf qilishi uningga qarang'u. Vinland oilasining mehmonxonasidagi so'zin tovar va seriq maxmal, yog'och o'ymilik taxlidi shira, oltin yolitilgan yangicha aynak degandek hamma xalqning uyida umumlashib qolgan uy jabduqlari va bezak buyumlarga may xursandlik bilan ko'naverdi. Mayning o'z uyini o'zgacha uslubda yasashga intilishini tasavvur qilishga Archer hech qanday sabab topolmaydi. Onunğa birdan-bir təsəlli bolayotqani kutubxonasini o'z zoqi bo'yicha jabdushiga Mayning ruxsat qilib kelishdek ehtimolliq edi. Lekin ichiga haqiqiy sharqiy ko'l markasidagi uy jihozlari, aynaksiz sidam kitob ishkaplarining qo'yiladiganligi muqarrarlik edi. Ayol xizmatkor kirib pardani qayiribdi. Tammashga bir tal o'tin silvatgandan keyin tasalli bergan qiyofatda italyancha bir nimalarni dedi. U chiqib ketgandan keyin Archer o'rnidan turib uyoq bu yoqqa mengishga boshladi. Saqlab verish kerakmi? U to'limi kulkilik ahvolda qilayotqachqa Oraniska xonimning maqsadini xato tushunib qoldimmi, qandaq? Balkim u meni asla taklif qilmagandi. Deganda xiyollar vujudini chirib olmoqda edi. Şeğil taşlıq cimcit yoldan tez çepip kelayotgan atning tuyoq ovozi anglandi. Payton uyning oldida to'xtadi. Archer Payton ishigining ochilganligiga diqqat qildi. Deraza pardasining yochug'idan gugum pardasiga cho'mkalgan ko'chaga qaradi. O'dildagi ko'cha chirg'ining yo'riqida Julius Beaufortning egiz chipar at qo'shilgan Paytoni ko'zga alohida chiliqib turadi. Bu banker Oraniska xonimni Paytondan yo'lab tushirmoqda edi. Julius Beaufort to'xtab, qo'lida shilapasini tutganicha bir nimalarni dedi. Oraniska xonim rad qilgandek ifodada bo'ldi. Arqadan ikkalan qo'l elishib xo'shlashdi. Julius Beaufort Paytonga chiqdi. Oraniska xonim palampayga qarab mangdi. Oraniska xonim uyiga kirib Archerni ko'rdi. Ammo hech qanday hayronlik ifodasida bo'lmadi. Balkim hayron qilish uning uchun eng tetimas tuyg'u hisoblansa kerak. Sizcha bu kulkilik uyim qanaqroq ekan? Dedi u. U so'zlayotgach, duxovi shilapasining bo'qichini yeshib, shilapasi bilan plashni billili yon tarafga tashlab qo'ydi. Ondan joyida medirlamay qisqa vaqt turib qoldi. Xiyolchan ko'zlari Archerga tikilgan edi. Bek chiroyli qilyapsiz. Archer bu so'zni udulliq qilganligini his qilib yetdi. Ammo odatda gapni yig'inchoq va mazmunli qilib kishilarning hayronligini qo'zg'ashning ko'ydi yurishdek odatining cheklamasidanmi qutulanmagan edi albatta. Bu bir g'ayribona joy. Tuqqanlarim yaratmaydi dehi. Biroq nima degan bilan bu yer Van der Lottonning uyidagi odamni buriqtirma qilmaydi. Van der Lotton oilasining hashamatlik turalg'usini bundoq sifatlashga jur'at qiladigan qo'rqimsizlar yo'q deyarlik bo'g'ashqa, bu gap Archerni to'lim hayronlik qildi. Ashu imoratga kirish imtiyoziga erishganlarning hammasi u yerda titrab, qo'rqib, ehtiyot bilan turishdi. Hamda qaytib chiqqandan keyin saltanatlik, hashamatlik degandek so'zlar bilan maqtashga oldirishdi. Shunga Oraniska xonimning boshqalar deyishdan qo'rqadigan gaplarni bemalol qilishidan Archer ko'ngli ko'tarilib qolgandek suyunish hissiyotiga cho'mildi. Bu yana bek yaxshi tuzibsiz, takrorladi u. Men bu uyga amroq. Oraniska xonim e'tirof qildi. Bu uy o'z davlatimda, o'z shahrimda bo'g'ishqa, hamda o'zim tanha turish imkoniyati bo'g'ishqa yaxshi ko'rdigandiman balkim. Bu gaplar behli töven ovozda qilinғашqa, Archer oxirgi bir ikki so'zni aniq anglayolmadi. Ammo gapdagi asosiy muddaoni bir xil o'ng'aysiz holatda tushungandek bo'ldi. Yolg'iz o'tishga amroqmisiz? Do'stlarim yolg'izligimni bilindirmaslar bo'ldi. U tam mashinada o'ltirg'ach so'zni davomlashtirdi. Nastasiya hozirli choy akirdi.
u Archerni yo'lanchuklik o'rindiqqa o'ltirishga ishorat qildi. Meningcha, o'ltirdigan o'rningizni tanlab bo'lgandek tursiz. Oraniska xonim orqasiga yo'linib, bilaklarini kirishtirib, orqa mengisiga qo'ydi. Ko'zlari tam mashti kuyayotgan o'tqa tikildi. Bu men eng yaxshi ko'rdigan chaqsizchu. Bir kun ichirki qaysi vaqtga eng amroq. Bayatim texi sizning vaqt bilan kari yo'q o'xshaydi deb o'ylab qolgandim. Beaufort bilan birga bo'lish ko'ngilliqqa deyman. Bir xil izzat va g'ururning turkisida javob berdi Archer. Nima, uzoq saqlab ketdingizmi? Beaufort apandi uy ko'rsatish uchun meni bir qancha joyga apadi. Chunki meni bu yerda davomli turg'izishmaydigan o'xshaydi. Qarmoqqa u xeyli xushal ko'rinadi. Beaufort bilan Archerni unutib ketgandek holatda so'zni davomlashtirdi. Chet rayonda o'ltirsa muvofiq emas degan gapni tepishqinini qaramamsiz. Boshqa shaharlarda bunday gaplarning qilinganligini anglab boqmabdi ekanman. Chetrak rayonda o'ltirsam nima bo'lg'udak? Uning ustiga bu ko'chani xili tuzuk ko'cha deb anglagan edim. Bu yerni toza moda degili bo'lmaydi. Moda? Buni nimaniq cho'ng bilib ketadigansizlar? Nemishqa o'zinglar xos moda yaratmaysizlar? Biroq o'ylab baqsam, ilgirki turmushimda baxtli yugansiz o'tibdi ekanman. Qandaqla bo'lsin, sizlar qandaq qilsanglar, men shu yo'lni tutmasam bo'lmaydi. Chunki men g'amxo'rlikqa muhtoj, bexatarlik tuyg'usiga erishishni orzu qilaman-da. Oldingi kuni oqshimi Oraniska xonimning "Men yetakchilikka muhtoj" degan gapini anglagan chog'dagideklar Archerning qalbi yana bir qitim larziga keldi. Azroq masxara aralash talaffuzda "Do'stlaringizning hammasi bexatarlik tuyg'usiga ega bo'lishingizni umid qiladi. Nyu-York nihoyat bexatar joy-ku", dedi. To'g'ri, shundaq. Buni his qiluvchiligim bor, dedi u yuqori ovozda. Qarmoqqa Archerning gapidagi masxarani sezmagandek qiladi. Bu yerda tursam, xuddi yavash qizchaq darslarni o'rganib bo'lgandan keyin kanikul o'tkazishga opirilgandek tuyg'uda bo'ldi ekanman. Bu yaxshi maqsaddagi o'xshatish Archerni toza rozi qilolmadi. Chunki Nyu-Yorkni tushiradigan gaplarni o'zi qilsa kayfiyatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo boshqalarning shug'ul gaplarni qilishini qabul qilolmaydi. Nyu-York jamiyatining qudratli mashinaga o'xshaydiganligini, o'zini yonjivatkili tasliq qolganligini Oraniska xonimning to'nib yetmaganligi Archerga to'lim aniqsiz edi. Lofil Mengot xonimning uyida ziyofat o'tkazilmoqchi bo'lganlik sababidan kelib chiqqan xafalik har xil ijtimoiy aloqa vositalari orqali aran deganda tugatilgan bo'ldi. Buni Oraniska xonimga bildirib, ahvolning xatarlik ekanligidan xabardor qilish so'rar. Ammo u o'zi qutlib qolgan ko'ngilsizliklardan qilchi xabarsiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Van der Luton oilasidagi ziyofatning muvaffaqiyatiga qasddan diqqat qilmagan bo'lishi ehtimolga yaqin. Archer oldingi parazga moyil edi. Oraniska xonim Nyu-York burunqidaklar hamma odamga barobar muomala qiladi deb o'yladi ekanda. Degan paraz Archerning ko'nglini parakanda qilib o'tadi. Tunugun kechda dedi u. Nyu-York ijtimoiy aloqa sohasidagilar sizni qarshi olishga butun kuchi bilan tirishdi. Van der Luton xotin qandoqligi ish qilsin, butun vujudi bilan kirishib ketalaydi juma. Shundaq ular menga bek yaxshi muomala qildi. Bu qitimliq o'ltirish bek ko'ngilli bo'ldi. Ularni hammaylar bekli hurmatlaydigandek qiladi. Bu gaplarni toza joyiga tushdi degil bo'lmaydi. Navoda u yoshda cho'ngib qolgan suyimlik Lanin xon qizning uyida bo'lgan choyni mushundaq suhbatlagan bo'lsa, har holda yomon emas gap bo'lgan bo'ladi. Archer o'zini qaltis chaqlagan holda so'z oldi. Van der Luton xotin Nyu-York oqsunyaklar jamiyatidagi ta'siri eng cho'ng kishilardan. Afsus, Van der Luton xonimning salomatligi sababidan ular kamdan kam mehmon chaqiradi. U beshining orqa tarafiga qo'yib olgan qo'llarini tushirib, Archerga xiyolchanlik ilkida tikildi. Dal mushu qilqi sabab bo'lgandi. Nimaga deysiz? Ularning qasdan kamdan kam o'zini ko'rsatishi dal g'oyat ta'siriga ega bo'lishiga sabab bo'lmamdi. Bu gap namoyon qilayotgan ko'zitish iqtidorini
birdilli his qilib yetgan Archer yuzlari sal qizargan holda uningga tikildi. Van Derlotun xotin uning yengilgina zarbasi bilanla mollaq etib tushgan edi. Archer ovozni qo'yib kulib etdi. Nastasiya choy elib kirdi. Patnosda yana Yaponiya fasonidagi tutquchi yo'q istakan va yapqish taxsisimi bor edi. U patnosni bir pakar shiraga qo'yib qo'ydi. Biroq bu ishlarni menga tushuntirib qo'ying. Men bilishga tegishli hamma ahvolni menga aytib bering. Oraniska xonim so'zni davomlashtirgach, gavdasini sal oldiroq surib, uningga choy sundi. Hozir meni siz yetaklayotsiz. Uzoq vaqt ko'rganligim sababidan odatlanib qolgan narsalarni menga qaytadan tunutdingiz. U oltindan yasalgan apchilgini tamaki qutisini chiqarib Archerga tutdi. O'zimi bir tal tamaki oldi. Mo'rining yenida tamaki tutashtiradigan tuturuq bor edi. Undaqda biz o'zaro yordam qilalig'daymiz. Biroq men yordamga bakrak muhtoj bo'layotgani, nima qilishim kerakligini cho'qim deb bering, Jumo. Archer Beaufort bilan birga ko'cha aylanadigan ishlarni qilmang, deb javob bergili tas qoldi. Biroq mushu paytda uydagi kayfiyat uni o'ziga mahkam tortib olgan edi. U Oraniska xonimga mansub kayfiyat. Agar Archer mushundaq taklifni o'tirg'a qo'ydigan bo'lsa, xuddi qizilgul mey setib uchun baho talashish bilan aldirash bo'layotgan odamga Nyu-Yorkda qish o'tkazishda o'tik lozim bo'ladi devatgandek bir ish bo'ladi. Agar rostli o'zaro yordamlashadigan ish bo'lsa, undaqda Oraniska xonim uni o'zaro yordamlashishdagi isbot bilan ta'minlashi, uning tug'ilgan yerini obyektiv holda ko'zatishiga yordam berish kerak. Bunda qilganda Durbunning ta'tir tarafidan qaragandek bo'ladi-da. Nyu-York to'limi kichik va yiroq ko'rinadi emasmi? O'tin orasidan yalqin ko'tarildi. Oraniska xonim oldiga sal egilib, o'riq qo'llarini o'tga yaqin sundi. Uning elli-pissimon tirnoqlari atrofida so'z nur yaltirab o'tdi. Nur uning erkin chechilib turgan so'z qor bujg'ur sochlarini sarg'ush qo'ng'ir rangga kirgizib, asildili tatarang'u yuzini texmi tatarang'u ko'rsatib qo'yib. Nima qilishingiz kerakligini deb berdiganlar ko'p. Javob berdi Archer. Shu topda o'zi devatgan shu kishilarga hasad qilyotdi. Kichik opalarim va momamni demsiz? Archerning fikri uningda boshqacha ko'z qarash paydo qilmagandek qiladi. Ular yolg'iz turmush kechirayotganligimdan sal xafa. Bo'libmi momam o'zi bilan turishimni orzu qiladi. Biroq men bu xil turmushimdan ayrilib qolishni xohlamayman. Odamni aymandiradigan Katerinning ismini shunchalik ozodalik ichida tilga elishi Archerni qoyillikqa itirib. Uning hatto yolg'izlik badaliga keladigan erkinlikmi tashna bo'layotgandagi har xil sabablarni o'ylashmi Archerni cho'nqur ta'sirlantirib. Biroq Beaufort yodiga kelishi bilan ko'ngli yana parakanda bo'lib ketdi. Hissiyotingizni tushunaman deb o'ylayman, dedi Archer. Biroq oilangizdagilar yanada sizga samimiy maslahat berib, har xil farqlarni tushuntirib beralaydi, yo'l ko'rsataladi. Uning inchik qoshlari sal yuqori ko'tarildi. Acaba Nyu-York bir sirliq o'rdimi? Uni 5-ko'chaga o'xshash tuz ketgan, ham do'xmishlariga nomer bekitilgan deb o'ylaydim. U bundaq deyishga Archerning sal boshqacha fikrda bo'layotganligini faraz qilib yetgandek, kam uchraydigan, chiroydagi sehriy kuchni oshiradigan kulkisini julalantirganicha qo'shib qo'ydi. Archer fursat keldi deb qaradi. Narsiga belgi chaplash mumkin, lekin odamga undaq qilib bo'lmaydi. Balkim shundaqdir. Bak nuqollashtirib etgan bo'lishi mumkin. Agar mushundaq savallik sodir qilgan bo'lsam, menga ogohlantirish bering, Jumo. U tam mashki yuzlangan gavdasini Archerga qaratdi. Bu shaharda o'y xiyollarimni tushundigan, ham menga jahonning ishlarini tushuntirib qo'ya oladigan ikkala odam bor deb qarayman. Uning biri siz, yana biri Beaufort apandi. Bu ikki ismning bir yerga qo'yilishi Archerda tashvish paydo qildi.
Arqadınla tez sürətdə təngşəş arqılıq yeni düşünüş, esdaşlıq və iç ağırtış tuyğuları şəkilləndi. Burun Oraniska xanımның turmuşu rəzil güclər bilan ancha arlıq saxlamagan holatda o'tkashga, hozir shu xil kishilarning muhitida o'zini texmi erkin his qilib qilishi turgan gap. Ammo Archerni u o'zini tushunadiganlar qatoriga tizibdi. Shunga Archerning navbatdagi jiddiy vazifasi Beaufortning abdi bashirisini vakillik qiladigan barliq narsalarni uningga aniq tunutish orqali uningda Beaufortdan saskinadigan tuyg'u paydo qilishdan iborat. Tushunaman. Biroq momingiz Mingot xonim va Villand xonim, Van Derlotun xonim qatorliq cho'nglarning yordamidan voz kechmang. Ular sizga amroq, sizdan suyunadi, yordamini ayamaydi. U beshini chayqab, eg'ir uhsindi. Bilaman. Biroq bu yerdagi bir oldingi shart shuki, ular har qanday ko'ngilsiz xabarga quloqlarini yupirib oladi. Ajiba, bu yerda haqiqiy reallikni tushunishga intiladigan odam yo'qmi, Archer apandi? Siz aytgan ash yaxshi odamlarning orasida yashash haqiqiy g'ayriblikdan derak berdi. Chunki ular saxt qiyofat kirib olishimni talab qilishidi. U ikki qo'li bilan yuzini to'sib oldi. Judangi mürelerining öksishdan titrayotganligi Archerning diqqatini qo'zg'adi. Oraniska xonim, bunda qilmang elin. U vaqirg'inicha ishtik o'rnidan turib, Oraniska xonimga engishib qaradi. Uning bir qo'lini tortib ching siqdi. Ondan bolalarning qo'lini silagandek silab past ovozda tasalli berishga boshladi. Biroq Oraniska xonim birdam o'tmayla qo'lini sug'urib olib, kirpiklarida yosh lig'irlab turgan holatda beshini ko'tarib uningga qaradi. Bu yerda hech kim yig'lamadi, shundaqmi? Meningcha, yig'lashning qilchi zaruriyati yo'q. Oraniska xonim bu gapiga ulabla kulib qo'ydi. Bo'shab qolgan chosh lentisini tuzashtirib, yengishib chaynakni oldi. Archer boyi uni o'ylamagan yerdan Ellen deb chaqirib soldi. Uning ustiga bu so'z eg'izidan ikki qitim chiqdi. Lekin u buningga diqqat qilib ketmadi. Archer ichi qizirib ketayotgandek bo'ldi-da, boyatinqi tasavvurga yana bir qitim qaytdi. Ta'tir qo'yilgan turbunga yuzlangan Archer to'limi yiroq joydagi May Villandning oqush simasini uva ko'ryotdi. U dal Nyu-York. To'satdan Nastasiya eshikdan beshini tiqib, jalliq ovozida italyancha bir nimalarni dedi. Oraniska xonim chochlarini yana bir qitim tuzashtirgach, qo'shiladiganligini bildiradigan italyancha so'zni o'llik ovozda eg'izidan chiqadi. Arqadilla Gertsog Saynet Osteli egiz bo'yliq, qora ranglik yolg'on chechiga qizil pay bezak taqib olgan, uchisiga ching'ida kelgan tukrik teri plash kiygan bir xonimni agashtirgunicha kirib keldi. Qadrli graf xonim, bir qadinas do'stimni boshlab sizni yo'qlab keldim. Bu yoq sitrasiz xonim, tunugin kechki ziyofatga chaqirilmabdi. Biroq siz bilan bekda tanishqisi bor. Chiroyini kulki qoplagan Gertsog ko'pchilikka qarab turadi. Oraniska xonim qarshi olilganligini past ovozda ifodalagach, bu g'alati bir jupga qarab mangdi. U bu ikkilarning bir yerga kelib olsa, qanchalik g'alati to'yiladiganligini, shundaqla Gertsogning mushundaq bir hamrohni boshlab kelishida qanchalik o'zimchillikning mavjudligini ozroqmi anqiramayotgandek qiladi. Rost gap qilsak, Archerning ko'z tishiga asoslanganda Gertsogning o'zimi bu to'g'rida hech nima sezmagandek holatda edi. Siz bilan tanishishni albatta xohlayman-da qadrligi. Strasis xonimning ovozi vaqirgandek chiqdi. Bu jarangliq, agitmilik ovoz ashu besham ko'rsatib turayotgan yolg'on chosh va pay bezak bekli moslashgan edi. Yosh, chiroyli, qiziqchi kelgan har qanday odam bilan tanishsam deyman. Muzikaga amroqligingizni Gertsog aytib berdi, shunaqmi Gertsog? Meningcha o'zingizmi bir pianist-ku deyman. Hay, atkashda uyimga sarasit o'rilgan muzikalarni hozirlang'il berishni xohlamsiz. Har yakshanba kuni kechda biror faoliyat qilishga odatlanganman. Sizmi bilasiz, bu dal New York ijtimoiy aloqa sohasidagi eng bekor qoldigan kun.
Şuna hemminglar menikiga kelib shatlaninglar deb quchoq qachiman. Gersog'mi sizni sarosatga qiziqib qoldi deb qaraydi ekan. Uningdan boshqa uyimda yana nurg'un kishilar bilan do'st bo'lib qolasiz. Uraniska xonimning chiroyida xushallik kulkisi jilvilandi. Bək yaxşı bo'pti. Gersog'ning meni unutib qolmaganligining o'zi cho'ng ishda. U bir o'rindiqni choy shirasining oldiga surdi. Strasis xonim kayfi intayin yaxshi holatda bu o'rindiqqa cho'kib o'ltirdi. Ma'qul amsa qadrligim, bu yosh mo'tvarni billa ep bering. Strasis xonim do'stona holda Archerga qo'l uzatdi. İsmingizni deb beramayman, ammo sizni ko'rganligimga, hammalarni ko'rganligimga ishonaman. Balki mush shaharda, Parijda yoki Londonda ko'rishgandimiz. Diplomatmisiz? Barliq diplomatlar uyimning doimliq mehmonlari. Siz muzikaga amraqmi? Gersog, bu yigit ayrilib qolmasin jumi. Gersogning albatta degan xingildigan ovozi anglandi. Archer orqasiga sal chekinib, yasalmaroq ta'zimdan birni baja keltirdi. Başlangıç maktabning tartinchaq o'quvchisimi bir to'p parvosiz cho'nglarning orasiga kirib qolsa, to'limi jasoratli bo'lib ketadi. Archerning hozirgi ahvolini dal mushuninga o'xshatish mumkin edi. Archer bu qitim qadam tashrif qilganligining natijasidan o'kinmadi. Hissiyatining isrof bo'lishidan saqlanish uchun u uchrashishning tezroq oxirlashishini umid qilyotdi. Ishikdan chiqib, qishdagi sovuq kech qo'yniga kirganida Nyu-York yana g'oyat zo'r maxluq sifatida ko'z oldida namoyon bo'ldi. Ammo ashu suyumlik May Villand dal uning ichida. Archer odati bo'yicha har kuni Mayga avatiladigan landish gulni topilab qo'yish uchun gul do'koniga burildi. Atiganda bu ishni unutib qolganligidan sal xijilma bo'lib qoldi. Archer nam kartasiga bir nimalarni yozdi. Do'kondarning konvert elib berishini saqlab turayotgan vaqtda agmi shakllik do'konga bir qo'r ko'z yugurtib chiqdi. Ko'z oldi vallada yo'rgandek bo'lib, nazari bir dasta seriq atirgulga tushdi. Quyosh nuridak sarg'ush kelgan bu xil gulni u azaldan ko'rib boqmagan edi. Payda bo'lgan tunji hayajon bu seriq atirgulni landish gulning o'rnida Mayga avatish istigini qo'zg'adi. Ammo bu xil gul bak juloliq, bak yorqin bo'g'ashqa Mayning didiga yoqmaydigandek qiladi. Tuyuqsiz ilhomi qo'zg'algan Archer seriq atirgulni yana bir qopga selish to'g'risida o'zimiz sezmagan holda do'kondarga ishorat qildi. O'zining nom kartasini ikkinchi konvertga selib, ustiga graf Uraniska xonimning ismini yozdi. Ondan ming ishqa tamshaldi-yu, konvertni yana qo'liga elib, ichidagi nom kartasini sug'urib oldi. Qop ichida quruq konvert qoldi. Bu gullarni hozirla mandirib etalamsizlar? U yeliqi atirgullarni ko'z tutib turib so'radi. Do'kondor hozirla mandirib etadiganligini bildirdi. Әтсі Archer mayni tushlik tamoqdan keyin bog'chada sayli qilishga ma'qul keltirdi. Havo to'limi yiqishliq. Yo'lning ikki qasnig'idagi yaproqsiz daraxt shoxlari ko'p-ko'k osmonda ko'zga alohida tashlanib turadi. Pasrak shoxlarda turib qolgan qalduq qorlar xuddi sonsizlagan xrustal parchalaridek yaltirab turadi. Bu havo Mayning chiroyiga o'zgacha jula berib, uni qor qirov orasidagi bir tup kichik eran darxidek jazbador qilib etgan edi. Archer o'tkinchilarning Mayga tikilgan nazarlaridan faxrlanayotdi. Egilib bag'uvchilarga xos oshkor baxt tuyg'usi qalbining cho'nqur joylaridagi g'amlarni ko'tarib etgan edi. Her kuni atiganda uyg'onganda sovuq qilingan landish gulning xushpurg'ini purash odamga ajoyib go'zal tuyg'u ato qiladi ekan, dedi May. Tunogin sovuq qiladigan vaqt sal kechikib qoldi. Tushdan burun vaqt chiqaramay qoldim. Her kuni gul avatishni o'ylaganingizning o'zi cho'ng ish. Uzoq muddatli zakaz qilayotganga qaraganda kundalikni kunda avatgan yaxshi deb qarayman. Bilishimcha, Gertrude Lefferts bilan Lawrence to'yg'ib tishgan chaqda gulni uzoq muddatli zakaz qilibdi ekan. Sovg'atliq gul xuddi muzik o'qituvchisidek har kuni o'xshash bir vaqtda keladi ekan to'q. Bu gapingiz o'rinliq, dedi Archer kulib turib.
Mayning bunda qizg'in so'zlab ketishi uningga nihoyat qiziqarli tuyulib ketgan edi. Archer uning olmadak ma'nizlariga qiyo beqib, tunogin gul avatgan ahvolni esiga keltirib qoldi-da, garchi bema'niroq bo'lsa-mu, lekin nihoyat bexatar ekanligini his qildi. Tunogin tushdan keyin sizga landish gulni avatadigan chaqda bir qancha tal chiroyli atirgulga ko'zim tushib qolib, Oraniska xonimga avatib berdim. Sizchi bo'ptimi? Bək suyumluq cümüsüz. Bunaq işlər onu nayt xoşal qılıdı. G'alati yeri, bunu nemish qilmağın tinmağandı. O bugün tushlik tamaqda biz bilan birga bo'lganda o'ziga Beaufort apandining Ketrengül, Henry van der Lottonning Sikonkolov chinguli avatganligini tilga oldi. Bo'lmasa o esil gullarni topshirib olganligidan bakla hayron qolganda qiladi. Ajiba Yevropaliklar gul sovuq qilishmamdiqandu. Mayli qandaqla bo'lsin, u bunaq o'rib odatni bak yaxshi deb qaraydi ekan. Hay, avatgan gulim Beaufort avatgan gul oldida chenib qopdi-da, dedi Archer terikib. Arqadilla atirgulga o'zining nom kartasini qo'shmaganligi esiga kelib, bu ishni davatganiga pushaymonmi qilgan bo'ldi. Tunugin navr hadingizni yo'qladim demoqchi bo'ldi-yu, arsaldiliq tufaylidan to'xtab qoldi. Agar Oraniska xonim bu to'g'rida eg'iz ochmagan bo'lsa, bu gapni Archer o'zi teshib o'ltirsa, tozib biyab holat shakllanib qoladi-da. Ammo bu ish tilga elinmasa, bir xil sirliq tus ep qoladi. Bundaq bo'lishini Archer xohlamaydi. Bu masalani nazardan saqit qilish uchun u o'zining plani, kelgusi hamda Velland xonimning to'yini kechiktirishda ching turib olganligi qatorliq ishlar ustida parang boshladi. Mushunchalik vaqtmi uzoq bilinib ketdimi sizga? Isabel Chifris bilan Reyning to'y ishini bekitish 2 yil. Grace bilan Sorleyning bo'lsa 1,5 yil atrofida bo'lgan. Ikkimiz mushundoq o'sak nayt yaxshi emasmi? Qiz bolalar ko'p ishiltadigan bu xil odat xarakterlik qaytarma so'roq Archerga to'limi tetiqsiz berindi. Buningdan nomus qilib qoldi. Aniqki, May boshqalar o'ziga degan gaplarni aynan takrorlayotdi. Biroq u degan hozir 22 yoshga kirgan qiz tursa, atalmish tarbiya ko'rgan qizlar qancha yoshda ondan o'ziga xos gaplarni qiladigandir. Mushularni o'ylasa, Archerning ichi siqiladi. Agar biz ruxsat qilmasak, ular mangu ashunda holat shakllantirmasligi mumkin. Archer yuqorqi savolga o'z ko'nglida mushu javobni berdi. To'satdan o'zining Sellerton Jacksonga degan heliqi haqqoniy va ochiq gapi esiga kelib qoldi. Ayollarmi bizga o'xshash erkin bo'lishi kerak. Archerning navbatdagi vazifasi bu qizning ko'zini to'sib turgan tengni elib etib, uning ko'zlari yo'g'on echilgan holatda dunyoga qarash imkoniyati hozirlab berishdan iborat. Archerning tallari shurkinib ketdi. Kitaplardan o'qigan ba'zi yangi ideyalar Kentucky g'arb beliqlari to'g'risidagi naqllarni esiga keltirdi. Aytilishicha, u beliqlarning ko'zi ishiltilmagachga og'ir darajada rudimentlashib ketganmish. Texmi xushal o'tishimizga, har vaqt birga bo'lib sayla sayohatlarga chiqishimizga tamoman bo'ladi emasmi? Mayning chiroyida xushallik alomatlari jilvilandi. Undaqda g'o'bak yaxshi bo'ladi. U sayli sayohatga amroqligini e'tirof qildi. Ammo ularning qilmoqchi bo'lgan ishi boshqalarniki bilan farqli bo'lg'achqa, opasining kallasidan o'tmaydiganligi aniq edi. Bu faqatli boshqalarga o'xshamaslik masalasi emasdek turadi, dedi Archer qat'iylik bilan. Nevland, siz nima degan o'zgacha, ha? dedi u xushal holda. Archerning ko'ngli oqqandek bo'ldi. Davatqini o'zlari bilan o'xshash ahvolda turayotgan yoshlar cho'qim deyishadigan mazmunlar tursa, May texicha uni o'zgacha deb sifatlayotdi. Bundaq ta'riflash tug'mi tabiati bilan an'ananing uning o'rgatgan ashu aqidalardan boshqa narsa emasdi. O'zgacha degudek ish yo'q. Hammamiz o'xshash qog'ozdan tang qatlab kesib olgan qo'nchaqqa o'xshaymiz. O'xshash qilibdi tamlag'i besilgan rasmlarga o'xshasammi bo'ladi. O'z gapimizga kelsak, biz o'zimizning tanlagan yo'lda mangsoq bo'lmamdi May. Archer gapini to'xtatib, uningga qaradi. Vujudini munozirdan paydo bo'lgan hayajon qaplab olgan edi.
Mayning Archerga qaravatgan ko'zlarida xushalliq aralashgan qayirliq aks etib turadi. Undaqda ikkimiz birga qechib ketamliq amsa, dedi May kulib turib. Siz xohlasingizlar. Meni haqiqatan bekla söylekensiz Nevlan. Men haqiqatan baxtliman Jumu. Undaqda nemishqa texmi baxtli bo'ladigan ishni qilmaymiz. Biroq biz nemili degan bilan romanlardagi kishilarni do'riyamaymiz, shundaqmi? Doğrusak nemishqa bo'lmagadek. Nemishqa? Zodi nemishqa? Men uncha bala aqlli emas. Siz bilan munozirlashib bo'lamayman. Biroq undaq ishlar sal madaniyatsiz ko'rindi, shunaqa emasmi ya? Mayning gaplaridan sal dartmalash alomatlari chiqib turadi. Bu temani cho'qim oxirlashtira oladigan gaplarni o'ylab topganligidan Mayning ko'ngli sal aram topgandek bo'lib qoldi. Gapingizdan qaraganda madaniyatsiz ishlardan bakli qo'rqidi ekansizda. Mayning bu gapdan cho'chib ketganligi aniq edi. Albatta bezor bo'lmanda, sizmi chiqim shundaq. Uning javobidan sal xafa bo'lganligi chiqib turadi. Bu gapni anglagan Archer u rostali munozirni oxirlashtiradigan yaxshi chora tepibdi deganlarni xiyoldan o'tkazib, nervisi o'rlagan holda o'tkini hassisi bilan to'kuldatganicha un-tinsiz turadi. May bo'lsa ko'ngil azodligi ichida so'zni davomlashtirdi. Hay, Elinga o'zigimni ko'rsatgan edim. Buni sizga dedimmi? U bu men ko'rgan eng chiroyli o'zik deb maqtab ketdi. Uning deyishicha, Bekis ko'chisida buningga tankagidaklari yo'qkan. Mushundaq yuksak badi dedingiz, sizga bo'lgan sevgimni texmi kuchaytiribdi Jumu. Ertasi kechlik tamoqdan burun Archer kutubxonasida ichi pushgan holda tamoq chekib o'tiradi. Jenny asta qadamlar bilan uning oldiga keldi. Archer bugun ish o'rnidan kelgucha klubga bormagan edi. Qonun kasbi bilan shug'ullanadigan Archer Nyu-Yorkdagi o'zi tava boylar sinfining boshqa a'zolariga o'xshashla o'z xizmatiga beparvo muomala qiladi. Har kuni o'xshash vaqtda o'xshash ishni qilish qutulg'usiz azoblarni Archerning qalbiga sig'daydi. Shunga kayfiyati tuvan, ko'ngli parakanda edi. Hammasi o'xshash bir qilibga tushib qolgan. Hammasi. Archer egiz shilap kiyishib, parishonlik ilkida ketayotgan Tunus simolaga aynakdan qarag'anicha g'o'dirdi. Bu gaplar xuddi tinim topmaydigan muzikaga o'xshash quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. Odatda u bundaq chog'larda klubda bo'ladi. Biroq bugun udul uyga qaytib kelgan edi. Ömrini ma'nisiz o'tkazayotgan ashu kishilarning nima to'g'risida paranglashadiganligi hamda har biraylarning qanday mavqeda turadiganligi uningga ayon. Gersog albatta ularning parangidagi asosliq tema. Onundan boshqa bir jup pakar qora at qo'shilgan so'z seriq paytonga chiqayotgan seriq chachliq ayol 5-ko'chada o'zini ko'rsatib qasib bo'ldi. Ularning bu ishni cho'nqur tadqiq qiladiganligi aniq. Bundaq ayollar Nyu-Yorkda kam uchraydi. Paytonni o'zi haydaydiganlarga yo'q deyarlik. Vanni Lin xon qizning ijtimoiy aloqa vaqtida 5-ko'chada paydo bo'lishi oqsunyaklar jamiyatiga qattiq ta'sir qilgan edi. Oldingi kuni bu xon qizning paytoni Lofil Mingot xonim o'ltirgan paytonning yenidan o'tib ketib edi. Lofil Mingot xonim yenidagi qo'ng'iroqni jiranglatib, payton keshga o'zini darhol uyga yondirib opirib etishini buyurdi. Mushundaq ish Van Derleton xonimga uchrab qolgan bo'lsa, qanday bo'lib ketar bo'g'aydi degan savolni kishilar bir-biridan tashvish ichida so'rashatdi. Mushu minutlarda Archer Lawrence Leffertisning aloqa so'rovlarida mushundaq ishlar to'g'risidagi dona tahlil analizlarini ishtiyoq bilan so'zlayotganligini anglaganday bo'ldi. Singlisi Jenny kirib kelganda u ish tutildigan holda beshini ko'tarib qo'yib, xuddi Jennyni ko'rmagandek yana yengishginicha kitobini o'qiyverdi. O'qiyotgani Sivi Burunning yaqindan nashr qildirgan Shartlal nomli kitobi edi.
Jenny yeziq üstülde dövləklik turgan kitaplarga ko'zning quyruqida qarab qo'yib, Yomurluq hikoyalar degan kitobni ochdida qadimki zamon fransuz tilidagi qurlarga qarab, chiroyini purishtirgunicha Ajab tushuniksiz narsalarni o'qiydi ekansan, ha? dedi. Archer savol nazarida beshini ko'tarib, ko'z oldida xuddi Kassandiraga o'xshash turib olgan Jennyni ko'rdi. Apam bek xafa ketyotdi Jimo. Xafa bo'lib? Kimdan? Nima uchun? Sophie Jackson xan qiz boyi keptikan. Kechlik tamoqdan keyin aksining qilig'iliq to'g'risida gap ko'tarib kepti. U ko'p gap qilmadi, chunki aksi deyishga ruxsat qilmagan ekan. Ishning butun jarayonini bizga aksi o'zlab berdik. Aksi hozir Louisa Van der Lottonning yanida ekan. U demiqini qiqib qo'yib, yana kitobga engishdi. Nevland, do'sting Oraniska xonim tunugun kechda Limer Strasses xonimning ziyofatiga qatnashibdi. Gersog va Beaufort apandilar bilan birga beribdimish. Buni anglab qo'y. Bu gapni anglagandan keyin Archerning qalbini bir xil tushuniksiz g'azab chirmab oldi. Ochchig'ini sal besib olish uchun o'zini kulkiga zo'rladi. Bu qanchalik ishdi? Uning boradiganligini burunli biletdim. Onun bardig'anligini boshida bilib turib to'smadingmi? Ogohlantirmadingmi? Jennyning chiroylari tatirib, ko'zlari chakchiyib ketdi. To'sish? Ogohlantirish? U yana qaqoqlab kulib etdi. To'y qilishga putishkunim Graf Oraniska xonim bo'lmasa ya. Lekin pat yaqindala uning jamiyati bilan qudlashadigan tursak. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Amerikalik mashhur yozuvchi Edith Whartonning G'ubarsiz yillar nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.